mana. Shahar ichlarida ustala qolmadi. Viloyatga oldin mashina olsam uzoq yo'lga chiqa olmayman deb o'ylardi-da odam. Uni hech kim olmaydi. Chunki Endi dalba yo'qdi-yu, mana tekin. o'sha aytdim, mana parokdagi ustalovkar bilan olishgan. Bizga telefon qilishadi-da, Priora motorni ish pul. Tuzroq kuzib olaylik-da. Yig'iylik, arzonroq tushadi bizga. Shu zapchaslari bor, hamma narsasi bor. O'shaniki bo'ladi. Просто test drive qilganiga badarka bor. Ha, shunaqa. Mercy qo'yib qo'yib, Mercy deflector qo'yib qo'yib tuning qildi demayapsiz-da. O'sha toqqa chiqaman desangiz, masalan, 50% zaryadkangiz bo'lsa, chiqib ketib, qiyinchiliklar qanaqa? yo'l blokidan zaglushkasi otilib ketgan. Soddaroq tilda tushuntirib beramiz. Qarang, shunaqa odam уже texnologiya rivojlanib ketgan. Oke. Hammaga assalomu alaykum, avtomobil kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa, bugun har xil temada gaplashamiz. 3-soni. 3-soniga juda ham qiziq bo'lgan, o'zimga ham qiziq bo'lgan va sizlarga ham qiziq bo'ladigan insonni chaqirganmiz. Ismlari Sarvar aka. Assalomu alaykum Sarvar aka, bir bora kelganingizga, vaqt ajratib kelganingizga juda kattakon rahmat sizga. Rahmat chaqirganingizga. Aka, sizni taniganlar bo'lsa, tanidi tak oluvchi bosib qo'yinglar. Tanimagan insonlar uchun Sarvar aka Instagram sahifalari bor. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsa, ikkita Instagram sahifalari bor. Ularda va sotamiz, adashmasam. Vaz aksuar. Vaz aksuar. Bularni основной qiladigan ishlari men taniganimda, mana shu rasmdan ko'rayotgan 07larni, 06larni katta proyekt, O'zbekistondagi eng nomi chiqqan proyektlarni kadr ortida Sarvar akam quradilar, keyin undan keyin egalariga topshiriladi. Ya'ni shu ish bilan shug'ullanadilar. O'zingiz to'g'risida ikki og'iz tushuntirib o'tsangiz va qanaqa ishlar bilan shug'ullanasiz va hozirgi kunda nima ishlar qilasiz aka? Hozirgi kunda ismim Sarvar, tanishtirib o'tdingiz. Hozirgi kunda 0 mashinani, kuzovi почти yo'q bo'lib ketgan mashinani ham 0 dan yig'ib, zapchasi o'zimizning do'konda, ustalarimiz ham o'zimizdan. Hammasi o'zimizdan. Hamma narsa o'zimizdan, egasiga kalitda topshiradigan qilib yig'ib beramiz, okey? Ikkinchi profilingizda nima qilasizlar? U Lada sotamiz. Mana shu Lada sohasida sportivniy mashinalar bor. Oddiy karsel mashina sotadigan kanalga qo'yib bo'lmaydigan mashinalar bor-da. Uni tushunchasi yo'q. Tushuntirib bermasangiz u narsani odam olmaydi. Uni oddiy rasm bilan qo'yib qo'yiladigan emas. Nima unaqa narx deyshadi? Nima unaqa narx? Ha, unda biza tushuntirib, nima ish bajarishini ko'rsatib, tushuntirib, hammasini ana soddaroq tilda tushuntirib beramiz. Ha, soddaroq tilda, чтобы odamlarga o'sha narxiga arziydigan qilib tushuntirib berasizlar. Lekin adashmasam, men o'zim sizni profilingizni ko'p kuzataman. Narxlar ham lekin uncha unaqa qimmat emas, chunki men o'zim TikTok videolarni ko'rganman. Qilingan ishlar o'tda ko'p pul ketgan, lekin qo'yilgan narx ancha arzon bo'ladi. Bu narsani men yaxshi bilaman. Agar qiladigan bo'lsa, qilinadigan puliga qo'yadigan bo'lsak, uni hech kim olmaydi. Chunki mana shu imенно zapchasini olish kimlargadir qiziq, bu bozor tutib yurish, ana hamma narsani yig'ish qiziq-da. Tayyor proyektni olib yurg'izaman deydigan odamga narx arzon bo'lsa olib yurg'izadi. O'shaning uchun shunga narxini arzonroq qilib qo'yasizlar. Shunaqa. Xolasa. Lada olmoqchi bo'lsanglar, profillarini o'sha boyga o'tgan profillarga o'tib qo'yasizlar. Takже Lada qurmoqchi bo'lsanglar, o'tib qo'yasizlar. Endi aka qarang, sizga beradigan savolimiz, ishingizdagi qiyinchiliklar qanaqa? Misol qilib aytganda, o'sha qanaqa qiyinchiliklar bilan endi tasavvur qiling, hozirgi kunda biz sizni ko'rib turgan inson qanaqa proyekt qurmoqchi, o'zi qurmoqchi, siz emas, o'zi qurmoqchi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi? Ishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi? O'sha nima deb bo'ladi? Servisdagi yoki o'sha har bitta proyekt olganda ko'rinmas qancha pullar ketadi, qanaqa mashaqqatlar bo'ladi, hammasini tushuntirib bersangiz degan so'rayman. Xo'p, qarang, birinchi o'rinda proyekt qurmoqchi bo'lgan odam har doim kerak emas narsaga juda ko'p pul ishlatib qo'yadi. Mana biza 1,5 ming dollarga yig'adigan narsamizni 3 ming yig'ib qo'yadi. Sababi u bilib bilmay hamma narsani sotib olaveradi. Usta unga jo'natadi, bunga jo'natadi. Yutug'i biladigan odamga bersa, ham puldan yutadi, ham vaqtdan yutadi. Ko'p shaharlarda mana hozir imенно bizning Lada sohamizda shahar ichlarida ustalar qolmadi. Olib borsa, "Jigulimi" deb ko'rgisi kelmaydi-da, qo'pol qilib aytganda. Uni joy-joylari bor, o'zini ustalari bor. O'shanga berib joy-joyda bitiramiz biz ishimizni. Qanchalik qiyin aka bu bitta proyekt qilish? Aka, mana shu siz birinchi boy ko'rsatgan mashinangizni 6 oy uxlamay почти faqat 2-3 mana ertalab turamiz, ishga boramiz, zapchasi yig'amiz, olib kelamiz. Har bitta ustani kontrol qilish bu proyekt egasiga qiziq emas-da. Mana shu kun chiqadi-yu deb o'tiraveradi-da. Uni ustalar tinmay ishlaydi, sovuq, issiq, umuman qizig'i yo'q uni.
kasal bo'lish ham kasal bo'lishi, bir kun dam olishga ham haqqimiz yo'q, aka. ha, bilaman aka. Shu, aka. Bu qarang, misol qilib aytganda, endi bir xil paytda mijozlaringiz keladi. Mana endi aytilgan vaqtda bo'lmay qolgan paytlar ham Ko'p bo'lgan, aka. Bo'ladi. Bo'ladi. Paytlar ham bo'ladi, to'g'rimi? Nu, o'sha kurgon-bigom necha pul ketadi? Qancha pul ketishdan oldin qancha asab ketadi deng, aka. Pul mayli, u ikkinchi daraja. Mana oddiy masalan prioramatorni bilasiz. To'g'rimi? Prioramator 6 million turadi. Hamma yoqda 6 million so'm. Bizga telefon qilishadi, prioramator nechi pul? Shu 1,5 million dollarga sizni mashinangizga qo'yib, soz holatiga kelib yurib ketadi mashina. Siz motor 6 million-ku deydi. Uni shunday tiqib bo'lmaydi-ku, aka. Shunaqa joylari bor. Mana hozirgi kundagi mana точный proyekt aytaman. Hozir mana bitayotgan Kastaprov gaplashdik. Mashinaga sepishga, Kastapravga tashab ketishgan. 6 oy bo'lgan, Kastapravga tashab ketishgan. Qora sepgin deb tashab ketishsa, ko'k sepib qo'yibdi mashinaga, aka. Ha, aniq Instagramdagi. O'sha video. Endi kim qildi uni, mayli, u gapirmaymiz. U mashinani bizga topshirishyapti-da, u mashinada qarang. O'zi ana chalishni boshqa ustiga bersangiz, birovning ishini qilmaydi o'zi, bilsangiz agar. Uni hozir oldik-da, biza kriloli nito qo'yilgan, baland qo'yib tashalgan. Lekin egasi o'sha mashinani aytaman, aka, bu mashinani yiqqandan ko'ra bitta tuzukroq kuzib olaylik-da. Yig'iylik, arzonroq tushadi bizga. Shu zapchaslari bor, hamma narsasi bor. O'sha narsani qilaylik desa, yo'q, mashina bo'lish kerak deyapti egasi. Hozir uni oldik-da, Kastapravga berdik. Kastaprav hozirgi vaqtda 1,5 million dollarga ko'rdingiz qanaqa sepib berganini. Polniy noldan riktovka deydimi, nima deydi? Shqalab, polniy tayyorlab mashinani sepib beryapti. 1,5 million dollar. 1,5 million dollarga. Endi bu hammani ish anaqasi har xil-ku. Endi 500 dollar sepadigan ham bor, 600 dollar sepadigan ham bor. Hammani uzun ustani anaqasiga qarab. Endi biz tanlov berdik, vaqt ham bor-da. 1000 dollarga berib qo'yib, uni 6 oydan keyin oladigan bo'lsangiz, u qiziq emas-da. Somsas pishguncha degan. Undan ko'ra 500 dollar ko'proq pul to'laylik-da. Bir oyda chiqaraylik. Kuzibdilar. Asabam charchamaydi. 500 dollarlik undan ko'p asab ketadi. Undan ko'p asabingiz, narsalaringiz yo'qolib ketadi. Mana hozirgi mashinani kardani yo'q, reduktori yechib olishgan, salon yo'q, hech narsa. Lekin butun borgan-ku Kastapravga mashina, to'g'rimi? To'g'ri. Topshirilayotganda bamferlari bo'lgan. Uni hozir hamma narsani joy-joyiga qo'yishga hozirgi kunda mana Omon akamdan oldim dedim mashinani. Omon akamdan mana 2,5 million dollar oldik, kecha yana 1,5 million berdilar. Bu mashinani bitishiga zavod holatda bitta prioramator tormozi bo'ladi. Bo'ldi. Salon ham tiqib bermaymiz. Salon o'zining eski narsalarini qo'yib, chunki chexolchi boshqa, undan chexolchi necha pul oladi bilmayman. Shu proyekt где-то bir 6 million dollarga bitadi, aka. Yo'q, endi o'zi salonni ham sizlar qilasizlar-ku, adashmasam salonni. Salonni qilamiz. Asad akamni taniysiz-ku? Asad akam menga stok holatini yig'ib berdilar. Men sochib boshqatdan o'zim ko'nglimdagidek qilib yig'ib olaman. Ha, chunki men siz qilgan mashina o'sha boyagi Tiffany salon. Ha. Li salonlaringiz bor. Shunaqa. Lini o'zim kechalari soat 2-3 gacha o'tirganmiz. Shunaqa. Bir paytlar servisda o'tirganman, sovuqda zax tortib. O'zingiz aylanib qo'yizdan haydagansiz-ku mashina. Shunaqa. 9 nechi nomer? 940 edi. 940 edi nomeri. Juda ham yaxshi yuradigan mashina edi, turbinada. Men o'sha mashina yig'ilayotgan tepasida turganman, aka, juda ham birinchi o'chirda asab ketadi. U narsada elektrik yosh bo'libdi, elektrik qilgan edilar, yoshiribdi bolalar. Yonib ketdi-ku mashina, aka. Kim javob beradi mana? Qarang, mana bitta odam proyektini oldik-da, tekshirib berdi-yotdi. Bizlar yonib ketyapti, lekin biz uni vastanavleniya qilib to'g'irladik-ku. To'g'ri. Boshdan sepildi. Boshdan sepildi, motor boshqatdan qildik. Kapot boshqa qo'ydik, shunaqa. Chunki yongan narsa yaxshi bo'lmaydi deydi. Temir kraska olmas ekan-da, shunaqa anaqasi bor. Temir shunaqa xususiyati bor, shu kraska olmas ekan, boshdan qilib beruvdinglar, to'g'ri esimda bor. O'shanda endi apkatkadan chiqayotgan payt, apkatka tekshirilayotgan payt bo'ldi, to'g'rimi? Shunaqa. Kadri bormi bo'lsa, mana hozir sizda bor. Yo'q, menda hozir точно esimda yo'q, sizda biz tashab berasiz, aka, mana qo'yilgan, значит, bu turgan bo'lsa. Lekin o'sha mashina ham juda qiziq mashina bo'lgan edi. Men o'zim Husan aka bilan o'tirib aylanganmiz, video olganman. Men o'zim ham tak Instagramga video olingan, YouTube'ga emas. No, xudo xolasa, Sarvar aka mana shu tak oluvchilarni qoldiringlar. O'zlari 05lari bor, 05lari juda ham qattiq yuradi. Mana rasmini ko'ryapsiz, 05lari bor, keyin 06 man bor, 06 ham bor. Keyin akam mana shu va'da deyaptilar.
4.07 ni yig'ib beradilar, xudo xohlasa. Zo'rana Toshkentda zo'rana. Toshkentda eng oldin такой mashinalar, Toshkentda emas, O'zbekistonda eng oldin mashinalarni, vazlarni yig'ib beradi. Lekin 0500 o'zi menga juda ham qiziq. 05 xudo xohlasa obzorga berasiz degan umiddamiz. Obzor qilamiz. Men o'zi obzorchiman. O'zi tega okey, men proyektchi emasman, men obzorchiman. Har bitta chunchuq so'sa qassob so'sin deydi-ku. O'shanga bal proyekt siz yaxshiroq qilasiz va proyekt to'g'risida ko'proq tushunasiz. Shu hozirgi insonlar juda ham qiziq bo'lgani uchun shu sizni chaqirdik aka, vaqt ajratib berganingiz uchun yana bir bor rahmat. Lekin aka, hozir chiqib mashina bitta haydab ko'ramiz. Men sizga siz uchun именно sizga to'g'ri keladigan takoy qo'pol qilib aytganda Astanovka bilan TMT Sportkar ko'rsataman, aka. Crossover kuzovda mashina yaxshi yuradi. Bitta haydab ko'rasiz, aka. Keyin o'z fikringizni aytasiz. Yana keyin servis siz bilasiz, misol servis sohasida yuradigan insonsiz. Servisni ham bitta ko'rsataman-da. Keyin bu yerdagi narx-navolarni men sizga aytaman. Bu yerdagi Qibradagi narx-navolarni aytaman. Keyin undan keyin boshqa joylar bilan qanaqaligini o'zingiz to'g'risini odilona fikringizni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki bu hammaga qiziq. BYD'si chunki men bilaman, Jiguli unchalik pul tiqib Jiguli qilayotgan odam bemalol uyda kamida BYD'si bor. BYD'si bo'ladi. O'zimizdan hali biratan bor edilar-ku, Nexidagilardan Farqatskiyda tutuningchi aka. Anaqa chempioni bor. Chempioni bor. Dilshod aka. Aka ko'ryapsizmi? Like bosing biratan. Dilshod aka ana chempioni bo'lardi, lekin Jigulini qilib qo'ygan edi, yurishgan edi. Xuddi shunaqa odamlar ko'pligini bilaman. Chunki Jiguli har doim u takoy yig'ilmaydigan, kerak emas pulga yasaladigan mashina. Kerak emas pul o'zi bo'lmaydi. Kayf uchun yasaladigan mashina. O'shanga qiziq bo'lsa, keyin o'shalarga ham ko'rsatib o'tamiz, narx-navosini ham bitta aytib o'tamiz. Zavodskiy показатель qarang, 4.1 berganda, 4.1 oldin, masalan, 2020-yilgacha deylik. 2020-yil yana men sizga yana ikkita savolim bor, uni hozir aytib qo'ygim kelmayapti. 2020-yil tasavvur qiling, 2020-yil crossover 4.1 yuradi deb hech kim o'ylamagan. Yo'q, o'ylamagan. Tim bo'li 2 tonna vesi bilan, okey? Ha, bir 2 tonna ves bilan. Chunki misol uchun mana siz avtosport bo'yicha menimcha mendan ham ko'p ilmga ega bo'lgan insonsiz siz aka. Men o'shaning sizni bugun chaqirganim sababi, chunki men o'zimga qiziq avtosport gaplashish. Avtosportda bilasiz, eng katta narsa ves imit qiladi. Конечно. Ko'pchilik ot kuch ko'paytiraman deydi, lekin birinchi o'chirda ves kamaytirib tashlash kerak. Sidina yechilgan, tarpetka bir chetda yotibdi. Даже poligonga borsangiz ham chap tarafida pastga tushish bor. Ana o'sha yerda hamma narsa yotibdi. Sidina bormi, rul ko'jiq bormi, hamma narsasi yotibdi mashinalarning. Shunaqa, okey, misol uchun u ves kattada, lekin ot kuchi ko'p bo'lib turib ves katta bo'lsa ham bo'lmaydi. Birinchi o'chirda ves, lekin bunda ves ham bor. Endi to'g'ri, bu yerda zashot elektromotor bo'lgani uchun kurchash moment pastdan beradi-ku. Pastdan bergan motor aylantirib ol degan narsa yo'q. 3000-4000 oborotda keyin boost tushib yig'ib ol degan narsa yo'q, havoni yig'ib ol. Misol uchun mana o'yizni 0500 bor, okey, 1.9 bar haydaydi deyapsiz. Okey, 1.9 bar haydaydi deganda bu 1.6 midi sizda to'g'ri? 1.6. Hamma narsa qilingan unda. Golovka, raspredval, klapan yengillashtirilgan. U Golovkani o'ziga 1200-1300 dollar просто tepasini o'ziga kirib ketadi-da. U 1200. Undan ham ko'p. Misol uchun hozir dash sotuvga qo'ygansiz, boya ham gaplashyapti-da, mana 5000 ga sotuvga qo'yibsiz aka. To'g'ri? Bu kapotning ichidagi pul. Ey qizig'i shu. Men pakraskani tepasida bo'lgan. Tepasida bo'lgan pakraskani men chunki boshda hozir mana kadr qo'yilyapti, mana boshda olinganda shuna молочный rangi. Yana yo'l blokidan zaglushkasi otilib ketgan, uni tosh topib qoqib, o'sha toshda qoqilgan zaglushka bilan Samarqandga borib keldik, okey? Shunaqa, siz Husan yana bitta og'aynim, Bekzod. Cho'liklar borib keldinglar. Samarqandga borib keldinglar. Voy, Husan aka o'zlaydi o'sha payt. Husan aka, menimcha Husan aka haydab yurardi u payt. Adashmasam 163 edi, nomer ham esimda bor. Qarang aka. Ну, atak mashina hozir chapga qarang, razvorot mumkin emas deydi, lekin pоворot keladi, adashmasam hozir уже kelish kerak. Shotlarda kelish kerak. Mana shu kobalt chiqqan joy bo'lsa kerak. Xuddi shunaqa. Razvorot mumkin emas, lekin to'g'riga kirib ketsak bo'ladi. Qarang aka, mashinani lyukini sal ochib qo'ydim. O'zi patologlarni ham qoraytiraman, unaqa qilaman degan narsa yo'q ekan. Mana tayyor ekanda. Ha, shunaqa aka. Eng kayf berayotgan narsa aka, telefongacha Bispravodno. Deydi interkuler ham qo'yib qo'ygan. Mana prikol interkuleri bor. Billahi bor, interkuler qo'yib qo'ygan pastda qarang. O aka. Nürburgring trassamizga keldi, aka, xudo xolasa. Men даже mana hozir sizni haydayotganingizda aka o'zimizni совместно post qilish uchun aka Instagramlarga xudo xolasa obuna bo'lib qo'ying, bularnikiga ham bo'lgan bo'lsangiz Instagramlarga xudo ham bitta olamiz, aka. Takoy
Sarvar aka syomka payti necha yurasiz oqga qanday o'lsa sport rejimiga o'tkazganmiz to'g'ri? O'tkazdik. Ha, xudo xolasa qani. Xudo xolasa. Ketdi mana. 2 bilan chotka Chotki yopishtiryapti. 100 уже. 100 Nechta artist sanadik aka? esimda yo'q, lekin mashinada chiqishimizda shuni bilaman. Mashinada 3 kishimiz necha sekund bo'ldi pastga yosib qoldik. Lekin aka mana haydavos aka, mashina qanaqa ощущение bo'yicha? Aka, chotki men ana nima deydi, shuncha mashina haydagan bo'lsam, buni aytdim-ku, mana predlayat qildingiz boshqa BYD boshqa modellar. Mana buni ham haydab ko'rdingiz-ku, yangi model dedingiz. Men aytdim, sizga to'g'ri keladigan model aka, men shu hozir misol uchun ana ko'p mashina haydab sizni vaqtingizni olmaydi aka dedim. O'shanga bitta o'z haydaydiganingizdan bor, sizga yoqadiganidan yaxshisidan dedim. O'shanaqasidan mana. Lekin menga aka qarang, bilat shunaqa odam уже texnologiya rivojlanib ketgan aka, bular qarang 360 kamera ishlashan, qarang bratan. Yo'q, bu mayli burilish anaqasi ham katta ekanda. Boshqa mashinada hozir 3 marta aylanib, ana oldi orqa qiladigan joyingizdan hozir burildi-da. Ha. Burilish anaqasi ham ko'p ekan, gradusi. Atak abagrev yoqmaysizmi aka, lekin men maza qolman. Yo, chotki. O'zi siqqini chotki. Aka, yana bitta orqaga berib ko'rasiz, bratan. Men kayf beradi-da menga borib, mana shu mashina haydayotganda eng yoqqan tomoni bratan, tormoz qalay ekan? Tormoz aka, bomba. Qani, bismillah. 1 2 3. Salonda 3 kishi bo'lsa ham aka, 100 dan ham o'tib ketdi o'zi. Salonda 3 kishi bo'lsa ham chotki o'zini tutishi. Zaradga ham 60 necha foiz dedingiz? 65 bo'ldi mana. 65% bo'pti. 65%lik. Agar 100% bo'lsa, 100% bo'lsa bundan qattiq yuradi yana ham. Ha, bundan qattiq yuradi. Prosta elektrichkani menimcha minus tomoni shu bo'lsa kerak. 100%, ani misol uchun 10% lik paytda ham bor kuchini bersa bo'ladi. Endi uni чисто programmadan обеспечениyadan ham chiqib qo'yilgan. Ограниченияsi bo'lsa kerak-da, qiynamasin. Ha, chunki yo'lda qolib ketmasin. Shunaqa yo'lda qolib ketmasin bo'lsa kerak menimcha. Chunki agar yo'lda qolib ketadigan bo'lsa, aka, u endi odam yo'lda qolib ketsa, benzin emas, benzin qo'ygan emas. Tok katta oladi. Tok katta oladi aka. Hozir bizanikilar kerak. Stansiya ham ko'payib ketdi aka. Benzin zapravkadan ko'p bo'lib ketdi hozir. Bundoq hisoblasangiz, viloyatga oldin mashina olsam uzoq yo'lga chiqa olmayman deb o'ylardi-da odam, masalan. Elektrichka olsa shahar ichiga zo'r. Hozir не только shahar, hozir hamma yoqda bor-ku. Hamma yoqda bor. Hozir toqqa chiqaman desangiz, masalan, 50% zaryadkangiz bo'lsa, chiqib ketib, Amirsoyga masalan chiqsangiz, ana zaryadga joy tiqilyotibdi-da, ko'pda. To'ppa-to'p qaytib kelishingizgacha yo'q, ana Moskvich bo'lganingiz uchun juda tayyor to'lib bo'ladi. Yetakchi bunda hozir mana shu imенно mana shu Silan 7 da yangicha texnologiya ishlatilingan, 20% dan 80% gacha 15 minutda zaryadga bo'ladi aka. 20% dan 20 minut deylik aka, 20 texnik misol uchun yozilgani bo'yicha xitoyliklar sal pal endi Xitoy vaqti bilan biz vaqt sal to'g'ri kelmay qolsa, misol uchun bizda 20 minut bo'lsa aka, 20 minutda chotkida. Ha, 20 minutda misol uchun 20 dan 80% gacha bo'lsa aka, bu juda zo'r-da. Ana o't-bo'tga shoshayotganingizni ham o'ylamas ekansiz-da. Ha, shunaqa aka. Bitta Moskvich bo'lganingizcha, aka, shashlik tayyor bo'lmaydi hozir. 20 shashlik tayyor bo'ladi. Moskva borasiz, zakaz qilasiz. 10 minut 15 minut vaqtingiz ketadi, olib keladi. Ichi bo'lganingizcha shashlik tayyor, ovqatlanib chiqquncha qarab, siz уже почти 100% zaryadga yana qaytib kelyapsiz. Ha, уже yana qaytib kelyapsiz. Yana bunda hozir 550 km zapas xodi. 530 ta ot kuchi aka. 530 ta mana shu makina, ikkita motor, oldida ham orqasida ham motori bor. 4 ta привод-da bu. Ha. Oldida ham orqada ham motor bor, полный привод и DMI emas, bu toza elektrichka. DMI bo'lsa bundan ham yaxshi bo'lardi, lekin bizda hozir paytda DMI yo'q, to'g'ri. Lekin DMI uni gibrid varianti bo'lsa, menimcha bundan ham zo'r bo'lardi, gibrid varianti. Endi gibrid variantga menimcha bunaqa ko'p ot kuch tiqish sal menimcha mito bo'lsa kerak gibrid. Endi motor qo'shganda yomon qo'shilar ekan, lekin gibridda. Shunaqa bilinib qo'shilar ekan. Takodan qo'shiladi. Misol uchun Lila bilan BYDni mana bu narsani ochiq qilib aytish kerak. Li zo'r mashina. Men yaxshi ko'raman, to'g'risini aytaman. Lekin gibrid tizimi men buni aqlli. No'nayman go'rki, bu chunki o'zining texnologiyasida keyin undan kelgan bu liniki bilsangiz benzin ot kuchi bermaydi-ku. Yo'q. Bunda benzin ham qo'shib beradi. Chunki benzin motori ham kuch ketadi-da bunga. Aylantirayotganda-da, to'g'ri? Ha, benzin motori ham bunga yordamlashadi-da. Shunisi zo'r. Lida faqatgina generator rolini qiladi. Bunda faqat generator emas-da, generatordan tashqari yana keyin ham zaryad beradi, ham keyin undan keyin motor qo'shib beradi. Ham motor ham ot kuchi beriladi bunga. O'sha tomonlama plusda buni. Tormozlari zo'r,
ustamaga. To'g'rimi, zo'rmi? Endi hozir sizga avtopilotlarni yoqish shart emas deb o'ylayman. O'sha o'zi ham pilot bo'lyapsiz, avtopilot shart emas. Sizga atak avtopilotlar ham aqlli ishlaydi, onangga ko'ra. Avtopiloti ham bor. Lidar ham yaxshi ishlayapti, lekin lidar endi bunda даже lidar emas, bunda lazerni kamera mavjud turadi tepasida. Bu ham yangi texnologiya, BYDniki o'ziniki lidar bilan почти один к одному ishlaydi deyapti. И anaqa oldidagi mashina yaxshi отслеживать qiladi bu. O'zi sama tarmojeniyasi ham bor-ku. Ha, sama tarmoji polni, o'sha avtopiloti bor, sama tarmoji o'zi tarmojist qiladi, o'zi qo'zg'alib beradi, xohlagan deganingizni qilib beradi. O, osmoqqa o'sha narsalarga. Sizga qarab turadiganmi? Ha, uxlab qolsangiz oka dik-dik qilib gapirib turadi. Nima mana shu narsa kerak narsa-da. Yo'q, anunda ham bittasi ko'rdingiz-ku, vodin yo'lda kimdir avariya bo'lgan, keyin benza katta anaqa benzovoz qanaqadir avariya necha kundir yo'l yopib, bir kunmi yo'l yopib bo'ldi. Mashil bo'ldi, mashil Telegramda tarqab ketdi-ku. Ana shunaqa mashinalarga lekin kerak deb o'ylayman aka. Chunki uxlab qolsangiz ko'zingizni yumsangiz sira titillatadi, gapiradi. Yoki salonlari ham cho'tki, tiqir ovoz lishniy bo'ladi-yu. Motor ishlamagandan keyin. Ha, aka mana buni qarang. Onangni bor ani. Hamma yoq ko'ja ekan-da, aka. Hamma yoq ko'ja, unisi ham mayli, aka, misol uchun o'shaganizni, misol uchun ko'p ochiq qilib aytaman, misol uchun men obzor ko'p qilganda arzon Xitoy mashinalarga qilganman deb tiktasini. Tarp etgan ko'ja bo'lsa, tarp sal o'ynab turardi. Qimillaydi. Ha, bunikini o'xshasangiz, onangni qanaqadir yig'ganda, aka, lekin gap yo'q. Eng zo'r joyi, aka, qarang, xohlasangiz eshikni bu yerdan yoping, aka. Xohlasangiz bu yerdan yoping, birata, xohlasangiz ham och. Boshida kirib kelganda shu mashina kim oladi dedi. Okay? Hozir talash mana qarang. Ha, talash, lekin O'zbekistonning eng ko'p chempioni sotuv bo'yicha BYDni Yuanyap aka. Yuanyap haydagan. Menimcha Cobalt to'rini bosadigan mashina. Biz o'ng ketishimiz kerak edi, endi razvor qilib kelamiz. Bo'ldi, razvor qilib kelamiz aka, bemalol. Yuravering. O'zingizga qulay joydan razvor qilsangiz. Gaplashib ham даже o'tib ketdimiz. Gaplashib ham o'tib ketdimiz. Lekin mana shu menimcha aka Yuanyapga yetadigani bo'lmasa kerak, yumshoqlik bo'yicha, yumshoqlik. Ну, atak mana hozir aka почти sport kar deganda sport crossover-da bu, adashmasam, sport crossover kirsa kerak. Shunaqa. To'g'ri, уже 4,5 yuradigan mashina уже sport, ana как-то sport, уже rezultat ancha baquvvat deyiladi. Endi misol uchun mana siz o'zingiz ancha mashinalar haydaysiz. Ну, bilat, hadovoyda unaqa o'xshamaydi, aka. Yo'q, yumshoq aytaman, mana biza motor kuchaytirgandan keyin birinchi o'rinda podveska-da. Podveska qancha jo'stki bo'lsa, shuncha yo'lni ushlaydi-da. Shunaqa. Ha, bunda ham yumshoq, men bilmayman qanaqa chiqarishgan buni. Ham yumshoq, ham yo'lni shot, ham tezligi cho'tkiydi. Yana bunda bitta eng zo'r joyi bor aka. Hozir bu narsani ismi esimdan chiqib qoldi, lekin buni amortizatori, короче, yangicha amortizator qo'yilgan. Bu pnevma ham emas. Pnevmasi? Yo'q, pnevma emas-da. Birinchidan oddiy McPhersonlar emasda, qanaqadir boshqacha ishlatilganda bunga. Misol uchun mana hozir sportda ketyapti-da. Komfortga o'tdi, to'g'rimi? Komfortda aka mashina yumshashadi. Lekin pnevma emas. Sira seziladi. Ha, lekin pnevma emas-da, shunisiga hayron qoldim. Pnevma emas-da, lekin qanaqadir o'sha bu ham o'zini razrabotkasi hisoblanadi, ya'ni BYDning o'zini razrabotkasi. Mana shu tomoni menga yoqdi. Chunki pnevmani siz ham yaxshi bilasiz, pnevma tez o'ladigan narsa. Tez o'ladigan narsa. Arzon ham turadi. Qimmatda onang nimaga? Orinib qolasiz-da. Ha, bu yerda misol uchun bu yerda gaz amortizator emas, boshqacha amortizator ishlatilganda, bu yerda gaz emas. Misol o'zi gaz amortizator o'zi yumshoq hisoblanadi, lekin bu yerda undan ham boshqacha amortizator ishlatilgan. Shunisiga men 5 ketdim. Aka pnevma bo'lmasa ham, lekin mashina yumshoq. O'zini tutishi ham zo'r aka. Ha, unaqani valyatsiya qilmayapti-da, misol uchun. Cho'tki ketdi, bu palasaga ham o'tib ko'rganman, tekisda kuzib joyida turib ballonni o'zotayapti-da. Ha. Hozir mana nus o'qiganda ham даже bu narsani to'shta ahamiyat bergansiz. To'g'rida Prado ketyapti. Pradolar misol uchun katta qancha crossover katta bo'lgandan keyin gazni bossiz, shuncha orqaga tashiydigan, og'adigan bo'ladi-ku. Orqaga tashiydi. Tekis ketyapti-da bu. Ha, bu shunaqa mashina kaputi yerga yopishgan ekan, lekin menga mana shu tomonlama yoqadi. Mana shu mashinaniki agar shu mashina gibrid bo'lganda, uzoq misol 1000 kilometr beradigan bo'lganda, probegi undan ham zo'r bo'lardi. Lekin chisi shahar ichiga, viloyatga chiqmasdan endi aka 500 kilometr o'z 500 dan lekin zo'r. Qiyin-da. O'zi masalan, men o'zim masalan hisoblasam,
uni kuniga grubo 50 kilometr yurganimda ham bir haftada bir marta qo'ysangiz ham ko'taradi, yo'q? Ha, shunaqa. Bo'lsa 150 mingga necha pul to'ladi bu? Uyingizdanmi? Uyda bo'lsa. Uyda bo'lsa, где-то 60 mingga shunaqa to'ladi. Kechqurun kelib tiqib qo'yaman bo'ldi, to'g'ri? 12 soatda, медленный zaryadkada 12 soatdami, 11 soatdami oladi. Kechqurun kelasiz, tiqib qo'yasiz, ertalab olasiz, 60 ming so'mga siz, короче, 550 km yuryapsiz. BYDni bu narsa misol uchun hamma o'zi yaxshi biladi. Ya'ni bergan probegini olib yuradi-da bular. Shunaqa. Biza boshqa mashina именно elektrichka olib ko'rdik. Yozganchalik yurmayapti aka. Misol uchun yuvanyapti 401 beradi, lekin 350 javob yuradi-da. Yuryapti 350 aka. 350. Misol to'g'ri 401 rovni yurmasa ham, lekin 350 yuradi-da. Ona nima qilib? Men shunisiga besh ketaman. Endi sovuq tushgan sari va pechka yoqamiz, uni yoqamiz, buni yoqamiz. Sana hisobiga menimcha. Menga nimasi yoqadi? Okani o'zini stili bor-da, bilak bor-ku. O'zini stili bor. Misol uchun Lip Motorslar ana qilsangiz, bular Liga o'xshatib qo'yganda, Li уже не повторимый-da, уже Li уже не повторимый bo'lgan. Bunda endi uni продажasi yaxshi bo'lganidan uni o'tishdimi deyman-da videoni. Endi Xitoyda o'g'illar bor. Lip Motor lekin aka, mana aytolmay turdim. Yurmayapti lekin aytgan probegingizda. Lip Motors birinchidan aytgan probegingiz yurmaydi. Ikkinchidan mana bu narsa bor narsa, aka. Men bitta ikkita Lip Motors haydaydigan odamlar bilan gaplashdim. Bu narsa yolg'on emas, boshqa narsa siz ko'rdingiz, ko'rmadingiz bilmayman. Oyog'ini depilatsiya qilgandagicha oyog'ida jung to'kilib ketdi. Shunaqa deyishyapti. Bu degani erkaklar ana shunga zarar qiladi. Zarar qiladi. O'zi boshida har xil gap chiqarishdi-yu. Bu batareyalar boshqacha qo'yiladi-ku bunga, to'g'rimi? Akkumulyatorlari. Mana ko'pchilik ani bunga zarar, unga zarar, bunga zarar, sog'lig'iga u yig'ayotgan odamlar ham har tomonlama o'ylab yig'adi. Bunda mana buni точно bilaman. BYDda men chunki razработка, ya'ni zavodning o'ziga bordimdan, undan keyin Blood Battery degan batareyka qo'yyapti-da. Batareykasi aka o'zi ko'zim oldi, zaradga bo'lgan 100% to'lib turgan bitta yacheykani olib turib teshyapti-da. O'zi batareyka teshganingizda yorishga, ya'ni yonib ketish kerak. Lekin yonmayapti. Bu birinchidan yonmasligi eng tomoni yoqdi. Ikkinchidan keyin undan keyin batareykadan radiatsiya chiqarmayapti. Tushunasizmi? Qanaqadir ustidan qoplaman bir balosi qilinar ekan, shu radiatsiya chiqarmasligi uchun. O'shaning uchun более такой безопасный hisoblanar ekan-da bu. Lekin men misol bu Lip Motors yomonlashmas. Ya chisti o'sha ko'rganimizni gapiryapman. Men misol uchun mana Odilon o'zim fikrim. Men endi misol uchun o'zim haydab yurmaganman, lekin haydab yurgan odamlarni ko'rganman. Bittasini aniq aytaman, tanishim aka, oyog'ini bitta ochyapti. Bular depilatsiya qilingan. Sarvar aka, aka tyorda depilatsiya qilingan-da, bu hayron qolasiz. To'g'risi aka, men unga zarar olib qoladi. Ichkariga ketdi aka, xudo xohlasa, ichkarida yana gaplashamiz. Mashina zo'r ekan. Xuddi shu bugun haydagan Silvan 7 mashinamizni BYD Qibrayl bizga bergan. Tashakkur etamiz, takum minnatdorchilik bildiramiz. Takже sizlar ham haydab ko'rishingiz mumkin. Tezroqga absolutni tekin, kesinglar, xudo xohlasa sizlarga ham. Просто правильно bo'lsa, doверенность yozib turib, bitta sotuv menejeri bilan o'tirasizlar, aylanib kesinglar ham bo'ladi. Aylanib ko'rib, inshaalloh hammangizga nasib qilsin. Rosa zo'r mashina ekanligi. Ataga o'zingizga yoqdimi? Menga yoqdi. O'zi точно. Malibu sravniyni bermas ekan. Malibuni zo'r bilaman. Bu yerda shunaqa komfort yo'q, aka. Malibu ham tez yuradi. Ha, shunaqa aka. Malibu ham tez yuradi, o'sha hamma yoqadi. Lekin bu Malibuni urib qo'yadi. Ya, salon komfort bo'yicha ham boshqa narsa aka. Yurish bo'yicha ham uradi. Yurish bo'yicha ham uradi. Stage 4 qilsangiz ham bunaqa rezultat yo'q. Stage necha yuradi stage 4da? 505 ko'rdim-da, men o'zim ko'rganim. Tushursam 407 yuradi deb eshitdim. Bu o'zi 401 deyapsiz. Ha, 401. Men o'zim biza o'lchagandim, men o'zim obzor qilganimda 403 chiqqan aka. Dragi rezultati 403 bergan. Endi qarang, siz shunda mashinaga o'tiryapsiz-da. Shu butun salon bilan haydab ketyapsiz. Pul to'layapsiz-da, mashinani olyapsiz-da, ham komfort yuribsiz. Yana motorga pul tiqib, uni rezultatini tushirmaysiz-da. O'tirasiz 401, shundoq, 403, 4.5 mana borsani. Narxi ham unaqa katta farq qilmaydi, aka. Shunaqa lekin. Bu hozir Malibuni ochib uni to'g'rilayman, siz bilasizmi? Qancha pul kirib ketadi aka? Menimcha yana bitta Malibu kirib ketadi. Kechgarik. Sarvar aka aylanib keldi, aka. Mana to'q tomon ko'rinishi. Siz mashinani orqa tomondan ko'rmadingiz, tako bitta ko'z yugurtirib o'ting. Xudo xolasa mana orqasi aka, inshaalloh. Xudo xolasa Allohga oson. Otaga bitta olib bersangiz, shunaqa shahar ichida yurishga aka. Zo'r. Xudo xolasa ona bilan ota rotatsiya qilib yurishga. Keyingina ekan, orqasi ham aka. Ana oyoq tegib qoladi-yu. Bemalol. Hozir men o'tirib haydab keldim-ku.
orqaga tortib haydayman-da, o'shanda ham maza qilib o'tiradigan joyi bor ekanda, oka. Ha, oka, oyog'ini qarang, ana shu. Shaytonman-da. Ha, o'sha joy bor. Mashina zo'r, oka. Keyin xudo xolasa qishda dekabr oxirigacha sotib olganlar uchun oka BYD Qibray tomonidan zo'r aksiya ketyapti. Best Buy Day degan narsa bor. Misol uchun bugun o'ylab ko'rdingiz, otaga maslahatlashib, bitta mashina sotib oladigan bo'lsangiz, mana shu siz ismingiz qo'yiladi. Oy oxirida shu yerdan общий 9 soatdan tanlab olinadi. 3 ta 3-chi o'rin, 3 ta 2-chi o'rin, 3 ta 1-chi o'rin bo'ladi va ichida yaxshi sovg'alari bor aka. Nu tez drive'ga kelgan, mana sizlar uchun ham mana tez drive'ga kelganlar, mana Sarvar akam shunchalik vaqt ajratib keldilar. BYD Qibray xudo xolasa vaqt ajratganlar uchun sovg'alari bor. Sovg'ani aytmaymiz, lekin sovg'ani oxirida oladilar. Sizlarga ham xuddi shunaqa tez drive bo'lsa, kelsanglar ham haydab ko'rasizlar, ham sovg'a olib ketasiz, aka. Voy qani aka masal adashib ketdi. Mana Mametdan tanlab olinadi, oka. Mana shundan bitta flashok chiqarasiz. O'shdan nima chiqsa o'shani tanlab olasiz. Sizniki bo'ladi, oka. Shunisi ichida bu bitta odam, misol uchun siz obunachingiz bo'ladi, men obunachim bo'ladi. Kelib turib o'shdan tezroq qilsa, Sarvar akam nomidan, avtobus nomidan mana shu kelasizlar. Inshaalloh kelib turib, mana shuni bittasini tortishadi. Mana shu qozonni cho'mishda nima chiqsa oka, o'shaniki bo'ladi. Prosta tez drive qilganiga badarka bormi, oka? Ha, shunaqa. Gap yo'q lekin. Xudo xolasa sizga ham bor, sizniki faqat oxirida beriladi aka. Xudo xolasa. Bu oka avtosalonda bu yerda juda ham ko'p privilegiyalar bor. Mashina sotib olsangiz oka, men broni plonkasi ham tekin tushib ketadi. $500 ko'chada, oka. $400-500 beriladigan narsa. Ha, ya'ni 210 mikronli hozir anti servis massi ko'rsataman-da, bu servisini. O'z bitta baho berasiz, o'zi ekspertning fikringizni aytasiz va baho berasiz, oka. Endi bu yerda qolgan mashinalar hammasini haydab ko'rgansiz, ichiga o'tirib ko'rgansiz. Bu ani o'zbeklarni, xitoyliklarning Gentrasi, oka. Katta bolalarning mashinasi bu. Endi yo tomoni chempion, atak chempion, lekin ko'pchilikni bu Equinox'chilarni urib qo'ydi. Equinox hammasi mashinaga o'tdi, oka. Mashina to'g'risini qilib aytganda sotuv zo'r bo'lgan, oka. Shunaqa. Chiqqanda bong'illatgan mashina mana shu. Chiqqanda bong'illatgan. Endi men уже bular modelni ratdan tushgan, уже bular Y2lar boshida kirib kelganda, уже mana hozir qarang. Hozir bundan oldin ham mana tezroq oldin esizdami? Oddiy misol qilib aytganda, nomini aytib bo'lmaydigan bitta zavod bor. O'sha zavodda dash tezroqga mashina berilmas edi. Bu yerda tezroqga birinchidan sovg'a olasiz, oka. Ikkinchidan oka, ochiq qilib aytganda bizda chiqayotgan Redline mashinalarda shunaqa fara bo'lsa, oka, men to'g'risi xursand bo'lardim. LTV fara. Ha. Chunki bilasiz Galagen optika, o'tda misol uchun linza turgan bo'lsa ham, Redline'da bilasiz, oka, qaysi mashina aytayotganimni ham tushunasiz, oka. Galagen optika qo'yib qo'ygan. Ochiq qilib aytganda, bu narsa ham to'g'ri. Sal noto'g'ri, lekin hatto mana shuni qo'yib qo'ysa, oka, bizani o'zbeklar xursand bo'ladi. Chunki biz bilasiz, o'zbeklar ozgina narsaga xursand bo'ladi. Shunaqa, ozgina navrotga ham xursand bo'lib. Lekin o'sha navrotli bo'lmagandan keyin Sarvar akamga o'xshagan tuning qiladigan, katta proyektlar bilan shug'ullanadigan odam, xudo xolasa mana shunaqa sizdagi insonlarga mamlakatga chiqarib bizga ish qoldirmayapsizlar. Chiqolmay, servisga bitta o'tamiz aka, yuring. Hozir servisdagi zamajdaniyasiga keldik, kirib bo'ldik. Xudo xolasa hozir ichkariga o'tamiz. Servis to'g'risida bitta o'z fikringizni, odilona o'z fikringizni aytasiz aka. Mana shu yolg'on bo'lmasa, odilona o'z fikringizni aytasiz. Ishlatilayotgan materiallarni ko'rsatamiz. Broni plonkaligi, tonirovkaligi ishlatilayotgan materiallarni ko'rsatamiz. Bu hammamizga mashhur bo'lgan bitta inson materiallari ishlatilinadi. Bu premyera tushundingiz. Kim? Bitsinmi? Ha, topdingiz. Nemadanlar mahsulotlar ishlatilinadi. Xudo xolasa ichkariga o'tganda bitta ko'ramiz. Sarvarga servis ichiga ham kirdik. Ko'rib turibsiz, oka, servis katta. Endi savremenniy servislar hammasi shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki to'g'risini aytaman, biz ikkalamiz ham bitta servisda bir paytlar, ya'ni biz servis ochgan paytimizda inson bilan tanishganimizda sovuqligi qanaqa edi, oka. Bunaqa kiyimda. Hozir bunaqa paytda Husan nima qilyapti, oka, hozir? Pechkalarni qo'yib olib, Husan video chiqqanda ko'ryapsiz, oka. Sesga otdim, cho'plib bo'ldi, maza qilib siqqina joyda ishlashyapti bolalar. Keyin aka sizga bitta narsa aytmoqchiman. Mana bu yerda hozir ham bitta ishlab bo'lyapti. Bu narsa mana tasavvur qiling, oldingi paytda mashinalarni misol uchun urilgan bu narsa bo'lsa, kraska bo'lardi. Kraska bo'lardi. Mana hozir ham bitta mashina turibdi. Ruslan aka, она разбита была или что? Нет. Просто запас замены был? Здесь делается night пакет полностью. Night все пакет. молдинги, все красится в черный. Qarang. Диски красятся. U hamma narsani misol oldin zavoddan olganingizdan keyin bu narsa qilsangiz garantiyadan chiqqansiz-ku. Shunaqa. Hozirgi paytda misol uchun ofitsialniy misol Qibray o'zi shunaqa funksiyasi bor. Imенно shu avtosalon o'zi shunaqa funksiyasi bor. Night paket bo'ladimi, nima bo'lsa hammasi garantiyasidan qilinadi. o'ziga kelsa. Ha, o'ziga kelsa eng qizig'i oka narxi arzon. Misol uchun mana qarang, broni bilan ko'chada necha pul mana eshitgansiz oka? 210 mikron necha pul eshitdingiz? Kapotda o'zimi? Yo'q, qat. Mana oldi morda necha pul? Eng kami 700-800 bo'lsa kerak. 700-800, to'g'rimi? Вот сколько у нас здесь? 4,5 начинается. Нет.
4,5. Ha, 4,5 So'mda. million. 4,5 million oldi. Yana Boshlanadi. Vitsindan, okey. Vitsin 210 mikrondan boshlanadi, okey. Narxi ham yaxshi. Ha, endi night paketlar ham arzon, okey. 2.10 dan keyin, misol uchun mashinadan turtib bu narsa qolsa, krilo turtib oldiz-a. Aha. Oldin kraska pitno Windows sepilardi. Ha, o'tirganingizda ham har doim mashinada kraska bor. Ha, misol mashina sotayotganingizda mana mana shu kraska bor, bu narsa deysiz, to'g'rimi? Misol uchun kichkina qirlagan bo'lsa ham kraska tegdi-ku deyishadi. Shunaqa. Lekin bu unaqa emas. Misol uchun krilo bo'ladi, kapot bo'ladi, hamma narsa podzamga almashtirsa bo'ladi. Endi kraska zavodda o'zi bilan keladi. Zavoddan kraskasi sepilgan Ha, o'zi. zavod detal bo'ladi-da, to'g'ri? Zavodskiy detal. O'sha uni kraska sepilgan, pitno bo'lgan xolisiz bunaqasiga qilib berishadi, tushunyapsizmi? U tomondan, mana shu tomondan yutuq ekanda. Ha, bu tomoni yutuq. Chunki ko'pchilikda misol uchun puli bor, lekin nima bo'ladi, zavodskiy narsalar buzilmasin deydi, lekin JM mashinalarda qilib bo'lmaydi aka u narsani. Mana bu yerda okey tonirovka jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa tonirovka ham также Vitsin okey. Mana bitta bu tomonda mana bu tomonga keling aka. Xudo xohlasa ko'ramiz. Bu bizani takoy katta shogird, bratan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar? Xudo xohlasa tonirovka aka, bu yerda ham laminatsiya bor. Har bitta chiqayotgan mashina sotib olasiz. Mana misol uchun bu bilasizmi bilmaysizmi bilmayman. Именно shu avtosalonda shunaqa narsasi bor aka, mashina sotib olasiz, sotib olganingizdan keyin tonirovka urib berishadi, keyin undan keyin laminatsiya qilib berishadi, aka. Salon qirilmasligi. Ha, salon qirilmasligi, keyin undan keyin mashinani polirovka qilishadi. Polirovka jarayoni ancha bo'lyapti aka, mana bu yerda polirovka jarayoni. Ham polirovka qilib berishadi. Ha, polirovka ham qilib berishadi, aka. Zavoddan o'zi polirovka bo'lmagan bo'lib keladi, lekin mashinalarni mana bu yerda polirovka qilinadi, aka. Bu yerda polirovka qilinadi. Keyin undan keyin по желанию klienta, ya'ni klient o'zi xohishiga qarab keramikani qilib berishadi. Bu unaqa qimmat narsa emas, ya'ni shunaqa. Просто ko'pchilik salon servislarga borsangiz, o'zi ofitsialniy servis o'zi qimmat bo'lishi kerak, lekin men shunisiga hayron qolaman, aka. Bu qimmat emasligiga hayron qolaman-da. Mashina sotib olsa, evakuatorlik bormi, chexol bormi? Garantiya nima uchun bizalarda oldin, aka? Shunaqa tushuntirgan tushundilarmi, aka? Yo'q, mana siz o'zini servisi qimmat bo'lgani uchun bizalarda. Masalan, bitta filtrni ko'chada 20 mingga qo'ydirsangiz, bu saloniga olib borsangiz 60 ming, 70 ming. Shunaqa. Undan ko'ra o'zim bizora qolaman dedi. Bu yerda biz ham kerak yo'q ekanda, aka. Ha, narx ham arzonda, aka. Misol uchun qilib aytganda, hozir ko'chada men bilaman, BYD-larga moy almashtirish, aka, где-то 800 ming, 100 so'm. Ya'ni где-то 800 mingdan boshlab 1 million, 1 million 100 ming atrofida bo'ladi. Men bu narsani men o'zim ya'ni reduktor reduktor yoki misol uchun gibrid bo'lsa o'sha motor shunaqa narx bo'ladi, lekin bu yerda aka 650 ming shunaqa chiqadi, aka. Ham sifat ham ham garantiya bo'ladi aka, ham narxi ham arzonda. Endi bu yerda rahbariyatim yaxshi bilan boya sizga ham aytdim, bu rahbariyatning o'zi juda ham yaxshi insonlar, chunki aytishadi, biza mashina narxini tushira olmaganligimiz uchun deydi, biz bu yoq tomondan ustupga qilib beramiz aka, odamlar mazza qilsin deydi, bo'ldi. To'g'ri lekin aka. Chunki va biz shunaqa foyda ko'ryapmiz, foydamiz alhamdulillah yetadi, chunki Alloh bizga shunaqa yetkazyapti. Undan ko'ra arzonroq qo'yib bersak, mazza qayda beradi. Shunaqa lekin. Chunki men bilaman, misol uchun mashinani agar narxini tushirish iloji bo'lganda, ularning qo'lligida bo'lganda bu narsani qilardi. Bu insonlar yaxshi. $1000, $1,5 arzon qilib qo'ygandan ko'ra bu yerda shuncha narsa qilib berilyapti, u ancha pul-ku. Ko'chaga chiqib yetmaydi u pul, aka. Yetmaydi. Ko'chaga chiqqandan keyin evakuator o'zi ham qimmat bo'lib ketib qoladi. Evakuatorni mana Jiguliga evakuator nechi pul aka? 400 ming. 400 ming, to'g'rimi? Bu tekin yo'q. Tekin, evakuator tekinga. Yana Xitoydan keladi aka evakuator o'zi. O'zini joy-joyiga tushadigan. Joy-joyiga qolib-qolibga tushadigan bo'ladi. И также chexollar kardinal emas, Xitoydan original BYD chexoli keladi aka. Xitoydan original BYD. Biz olganimizda bu yerda bor ekan, biz sinimga olganimizda chexolni bozordan topdik-da. Qarang aka, bitta qiziq tomoni men chempion. To'g'rimi? Parok qo'yamiz deyishadi. Shunaqa. Bozorda примерно chempion trekerlarning parogi $100 dan bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa, $90-100. Ha, $90-100. Chempionlik примерно qancha bo'ladi aka? 100 dan 150-160 bo'lsa kerak. Original Xitoy o'zidan kelgan paroki bu yerda bir paytlar men bilardim aka, shu narsani $47 shunaqa sotishadi. $47? Ha. Ustanovkasi tekin edi aka. Men anaqa ustanovkasini pulini olishyapti, parok tekinga berishyapti yo'q, kerak. ustanovka ham tekin edi aka. O'sha aytman, parok tekin, ustanovkani pulini olishyapti kerak ekan. Ustanovka ham o'zi shunaqa edi. Endi hozir paytda u narsa bormi yo'qmi, точно bilmayman, lekin bu narsani o'sha paytda men kelib bu yoqda birinchi do'g'ri sotganimda, ochiq qilib aytaman. Bu yoqda kelib do'g'ri tuzganim eng katta sababidan bittasi shu bo'lgan, chunki qaraganman aka, siqiq suvni ichadigan odamlar emas, tushunyapsizmi? Bo'lsa, mana o'zi kelgan puliga berib yuborishgan, foyda qilmasdan kelgan pul. Mana shu pulga kelyapti, o'sha pulga olib ketsin bo'ldi. Maza qilsam. Ha, maza qilsam bo'ldi. Shunaqa. Biz sekin tepaga chiqamiz aka, xudo xolasa. Bugungi xuddi shu podkastimizni, har xil temada gaplashishimizni butun moliyalashtirayotgan, sizlarga shu videolar chiqishini nima bo'ladi, eng katta
sababchilardan bittasi BYD Qibray bo'ladi, okalar. Agar sizga BYD mashinalar kerak bo'lsa, bemalol kelasizlar, xarid qilasizlar, test drive qilasizmi, nima qilsangiz ham bo'ladi, aka. Bemalol kelasiz, mashinalarni ko'rasiz, mazza qilasiz. Xudo xolasa, biz sekin yana savollarimizga o'tamiz. Keyin mujiki sizlarga bitta zo'r yangiligimiz bor. BYDda xudo xolasa bitta katta o'zgarish bo'ldi. Bilasizlar, nomi aytib bo'lmaydigan, ya'ni bitta kompaniya bor edi. O'sha kompaniyada mashina narxi chiqqandan faqat narx tepaga qarab ketardi. BYDda har doim odamlarga qarab turib narx chiqariladi. Seal 6 2020 km yura oladigan mashinasini narxi 4,5 millionga arzonlashdi. Foydalanib qolinglar. O'shaning uchun mashina sotib olmoqchi bo'lsanglar, BYD Qibrayga murojaat qilishingiz mumkin. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Baribir mashina olayotganingizda arzon joydan va sifatli xizmat ko'rsatadigan joydan olish. Hop, Rustam akam aytibdilar, YouTube kanal ochmasang bo'lmaydi, shuncha ishingni ko'rsatgin deyaptilar. Hozirgi kunda qiziq bo'lsa, YouTube kanalni YouTube deb yozib ketsanglar, YouTube ochamiz. Tayinlanayotgan qora 07 miz bor, sotib olingan puli, unga nima ishlaqildi, necha pul ketdi, hammasini ko'rsatib, tushuntirib beramiz akalar. Aka, mana mashina haydab ham keldik. Ochiq qilib aytganda, mashina tez. Tormoz yaxshi. Tormoz yaxshi. Oldida 6 pashnoy tormoz, aka, bilan adashmasam, bilan edi. 6 pashnoy tormoz. Ofitsialni berayotgan anaqa 4,5 sekund beryapti, boya ko'rdik. Lekin YouTube, Googledan qidirsangiz 4,1 beryapti. 550 tortquchi aka. 550 tortquchi 0 dan 100 gacha haydaganda zaryadkasi 100% emas, lekin haydaganda aka o'pkan tepaga ko'taradi. Maza qildi odam aka. Maza qildi. Men o'zim maza qilaman o'sha mashinani haydasam, chunki sizga nima uchun imенно o'sha mashinani ko'rsatam? Siz chunki ya'ni Porsche mashinalaridan ko'p haydagan, shahardagi yuradigan mashinalardan ko'p haydagansiz, tez mashinalar вообще ko'p shu sohada yurasiz. Lekin aka, mana mashina haydadingiz, nomini aytib bo'lmaydigan zavod bor, aka. O'sha zavoddan misol uchun bir paytlar juda ham qimmatga mashina olinardi. Shunaqa. Lekin bunaqa yurmaydi. Oddiy misol uchun Travers deymiz aka. Travers hozir paytda adashmasam 800 millionmi, 780 millionmi shunaqa. 780 million turadi. Boya pastda o'tirganimizda men xarakterikasini ko'rdim, aka, Norso 708 yuradi. Aka, bir 6 motor, 313 ot kuchi. Endi men bilmayman, men tushunaman, benzinli mashinani ishlab chiqarish ham elektrga qaraganda arzon bo'ladi-da. Chunki elektr qimmatroq ishlab chiqariladi. Chunki elektrda batareykalar, eng asosiy qimmatlari batareykasi bo'ladi. Batareyka hokazo narsalari bor. Nimaga shunaqa ekan? Bilmadim lekin. Yo, ochiq qilib aytavering, nimaga shunaqa ekan, aka? Mana sizga qiziq bo'lmaganmi? Shu mana 360 kamerani o'zi yo'q, aka, o'tdi. Bilaman. 360 mana Travers haydagansiz, Travers unaqa mashina emas-da, aka. U pulli prosta Xitoy mashinalari bizga, men misol uchun Xitoy mashinalari maqtash yo boshqa narsada emas, lekin ochiq qilib aytganda hammamiz даже buni anaqani gaplarini ham bir eshitdim. Ulug'bek aka, mashina bronировать qiladigan inson bor. Ulug'bek aka, menimcha otlar familiyalar esimda, bildingiz kimligini? Dubaydagi inson akamiz. Aytdilar, kimdir o'shanda adashmasam, kim o'sha bittani intervyu oladigan aka borlar, ismlari esimdan chiqib qoldi. Kim edi? Jahongirmi? Jahongir Latipov. O'shandagi Ulug'bek aka, o'sha Jahongir Latipovga intervyu berganlarda aytdilar, Xitoy mashinalari nimaga arzon deganda, men rangelarni boshqa narsani sindira oldim desa, Xitoy mashinalari prosta hamma odamlarga ko'rsatib qo'ydi, shu mashinalar qimmat bo'lishi kerak emasligini ko'rsatib bera oldi degan fikrdaman men. Chunki mashina vrodi yomon emas, aka, mana hozir haydadingiz. Ko'p pulga emas, arzon pulga katta komfort olishi. Ha, chunki mana aytaman aka, misol uchun Xitoy o'zidan olsangiz, bu yanada arzon-da bu narsa hozir. O'zidan olsangiz. Ha, Xitoy o'zidan misol uchun to'g'ri o'tda o'zidan olganingizda buncha misol uchun bu yoqdan olsangiz 6 yildan 8 yilgacha garantiya beradi aka. Bu yoqda garantiya yo'q. Yo'q, olib kelganingizdan garantiya bo'lmaydi o'sha yoqda. Chunki yoqqa yana qaytib olib bora olmaysiz, o'tda bo'lishi mumkin, lekin Xitoyga tortib olib bormaysiz. Xitoy buni Aleyskidan insonga olib kelgan emas bu narsa. Bu yerdan misol uchun to'g'ri sal qimmatroq olsangiz ham, endi prosta qimmatroq za счет nima bo'ladi? Shu ham garantiyasi. Garantiya 6 yildan 8 yilgacha. Hadovoyga adashmasam 8 yil beradi aka, hadovoyga. Hadovoyga 8 yil beryapti aka. Endi katta surok deyapti. 8 yil aka, bu juda katta surok aka. Bitta bola maktabga chiqib уже ketsa bo'ladi. To'g'ri aka. To'g'ri 8 yil aka, bu juda katta surok hisoblanadi-da bu narsa. Endi mashina misol uchun yomon bo'lsa, mashina yurmasa shuncha, menimcha buncha surok bermasa kerak deb o'ylayman. O'sha uyering bo'lgani uchun, sifatdagi uyering bo'lgani uchun beryapti. Tasavvur qiling, mana hozir 4,5 sekund yuradigan mashina yasamoqchi bo'lsangiz,
4,5 sekund bo'lishi kerak. Komfort примерно shunaqa bo'lishi kerak. 360 kamera bo'lishi kerak. Elektrofiltrlar bo'lishi kerak. U yerda salon примерно shunaqa bo'lishi kerak. Necha pulga chiqyapti aka unda hozir? Yo'q, siz aytayotgan narsangiz bu qurib bo'lmaydi. Endi qurib bo'ladi, lekin katta pul ketib qolsa kerak. Katta pul ketadi ham, siz aytayotgan komfort babo bo'lmaydi, aka. Bunday komfort topolmaydi. Ha, bunday komfort topolmaydi. Misol uchun sizga bu kim xuddi shunaqa komfortni mashinaga qurib bersa, u narsa iloji yo'q. Iloji yo'q narsa. Yo'q, yo yo'nalish tanlash kerak, yo bu yo'nalish tanlash kerakda. Bu yerda. Ikkalasi ham bitta. Bu yerda ikkalasi ham bitta bo'lib turibdi, aka. Ha, hamma narsa bitta. Hamma narsa bitta bo'lib turibdi. Chunki prosta tan olishga elektrichka bo'lgani uchun, boy C6, ya'ni C-Line 7 elektrichka bo'lgani uchun, benzinni joni yo'qda. Ovozi yo'q. Ovoz yo'q. Lekin benzinda baribir как-то ovoz bo'ladi. %100 ham qanaqa to'g'rilamaslik. Men misol boy mana 100 bitta 100 ga chiqib qoldi. Ya'ni o'pkani tepaga ko'tarib, ashuni boshqa zo'r ashuni beryapti. Lekin baribir benzinning ovozi yo'q. Aka, yana bu qiziq savol, meni o'zimga ham qiziq. Men birovni pulini sanash yomon ko'raman, lekin shu savol menga qiziq. Chunki ko'pchilik qiziq bo'lishi mumkin. Любой inson biznes qilayotganda baribir birinchi o'chirtda foydani o'ylaydi. Shunaqa? Hammamiz shunaqamiz. Ochiq o'qib aytganda, mana aytish mumkin, men foydani o'ylamayman deyish mumkin, lekin ichida по-любому o'ylab o'tiradi. Hammasi shu. Siznikidagi do'koningizda aka, misol uchun o'sha zapchast sotadigan do'koningiz bor, aksessuar ham sotasiz, zapchast ham sotasiz, aka. Bir oyda necha pul daromad topasiz, aka? Sof oyda. Stabilность yo'q. Stabilность yo'q. Примерно 3000 tormi atrofida. 3000 tormi. U foydasini o'zi. Foydasini o'zi. Joy svet puli, pivet puli hammasi. Ularni ichida-da endi o'shalar hammasi. Ha, hammasi ichida. Hammasi ichida. U значит hozirgi paytda ishlasangiz-da aka, ishlamasdan odamlarga nimadir yengillik bermasangiz, so'da bo'lmay o'tiraverasiz. Ha, lekin o'zi ochiq o'qib aytganda, endi Toshkent miqyosida qilib aytsak, menimcha 3000 dollar unaqa katta pul bo'lmay qoldi. Shunaqa aka, shunaqa. Hozir 40-50 million pul bo'lyapti-da. Endi dollarda aytganda ko'p-ku, lekin oyga bo'lsangiz, unaqa katta pulga to'g'ri kelmaydi. Kunlik rasxodingizga aka. Chunki baribir bitta oilaga hozir paytda o'zingiz oilangizga, misol uchun bozor qilsangiz, aka, o'ldim deganda 1000 dollar bozor. Kuniga 2000 ming so'm yo'q deganda rasxodimiz bor-da aka. Ha, u javob. U yo'q, qilmadim deganingizga rasxod. Qilmadim deganingizda. Uyingizga mana xarajat qilsangiz, menimcha 1000 dollar oyga ketadi. Ketib qoladi aka. Uyga ketadi. Baribir misol uchun uyga mayda chudda deganda ham qanaqa kartoshka piyozingiz bor, sariyog', pariyog', sir, zavtrak narsangiz bor. Zavtrak narsa, tuxum, kolbasa, bir bolalar 10 million pul ketadi. Shunaqa. O'ldim deganda 10 million ketadi. Tak 1000 dollarga hozir o'rtahola oila menimcha yeyapti hozir paytda. Bu meni fikrim bo'yicha, endi men chunki men o'zimda ham xuddi shunaqa pul ketadi. Endi sizda menimcha shunaqa ketadi deb o'ylayman. Endi to'g'ri Sarvar aka mendan ko'ra pul ko'proq olamiz. Bo'ladi ko'proq ketadi, to'g'ri. Tak aka, qarang. Hammaga qiziq bo'lgan savol, bu hamma mana shu ko'rib turganlar ham qiziq. Muhammad Alini qora 07 Jiguli proyektiga, sifoniy salonga, orqasi bagaj ko'tariladigan va hokazo narsalarga общий hisobda necha pul ketgan? Endi pul o'tda o'ylab ishlatilmagan. Yo'q, bilaman. Endi примерно siz taxminiy summani bilasiz, chunki o'sha tepasida turgan inson bo'lib, taxminiy summa qancha ketgan? Ular diskalarni o'zlari bitta mashinaga 12 ta diska olib keldilar-da. Bitta shu qora bitta shu 07 ga 12 ta diska olib kelganlar-da. U razbaltovka degan narsa bor. Endi uni siz tushunasiz-da. Uchish bor, G'si bor. Bilasiz 07 ga Jiguli zotiga o'zi 7,5-8 grubi уже. Grubi anaqada, teyada, o'tda bo'ladi, bu yerda bo'ladi. Menimcha shu 50 ming atrofida ketdi aka. 50 ming dollar ketgan. 50 ming. Yaqinda yana qiziq fakt. Yaqinda telefon qildim, bir odam telefon qilyapti. Menga 07 kerak. Xo'p aka, 7 ming 8 ming atrofida. Anaqa qiziq, qilmayapman, so'raydigan odam, har kun so'raydigan unaqa. Har kun telefon bo'ladi, mana shunaqa 07 kerak. Qo'yapman, ishimni qilyapman, yana savdomni qilyapman, yana telefon bo'lyapti. Zo'ri bormi? 10 mingdan tepa, 15 minggacha bo'lsa olamiz. Yana o'sha odam yana telefon qilyapti. Уже menga интересно уже bu. Kim bu? Qiziq-da. Telefon qilyapti, aka deyapti. Men oladigan odamman. Muhammad Ali aka bilan yaxshisiz mashinasini yiqqansiz. Xo'p, o'sha necha pul bera olasiz deyapti. Telefon qildik, 55 ming qildik, berishmayapti deyapti. 55 ming dollar qilishgan shu mashina. O'sha qora 07. Qora 07. O, gap yo'q, gap. 55 ming aka. O'zlari ham ko'rayotgan bo'lsalar, men o'zlariga telefon qildim. Aka, mana shunaqa
Ukam 75 mingga bermadim dedilar. 75 ming dollarga Bermadim dedilar. gap yo'q lekin. Menimcha O'rta Osiyoda bitta bo'lsa kerak. Bitta, aka. Bunga o'xshatib yig'ish lekin bunaqa emas. Bunga sarflangan pul, o'zlarini qancha asabi, bizlarni qancha, ustalarni qancha mehnat yotibdi aka yerda. 6 oy faqat qiling, faqat bitta mashina. Boshqa mashinaga yurish yo'q. Bitta mashina chiqib ketsin deb harakat qildik. 75 mingga narxlanib turib berilmagan bo'lsa, значит, tutda 55 ming mana menga shunaqa klient chiqdi, 55 ming dollar beraman dedi. Men unga уже shunga o'xshash, shuncha mehnat qilingan. O'shanaqa mashinani 12 mingga taklif qilsam ham olmadi o'sha odam. unaqa hype tegisi baribir yo'q. Yo'q, u odam ularga to'g'ri kelmagan narsasi, endi men u odam kim bilmayman, menga cheris chiqishdi. U odam aytayaptiki, bitta tarafi yoqmadi, 55 mingga berilmagani sababi ham bor. Ertaga o'tib ko'rganda men yiqqaman bu mashinani deyilishi kerak emas ekan, usloviyasi bor ekan. Ha, u g'alati-ku u narsa. Lekin hamma biladi-ku kimning mashinasiligini aka. Shunaqa, u nomerni o'zgartiradi. Uning uchun bilmasligi uchun polni yana mashina orqaga qaytish kerak. Vaqt orqaga qaytish kerak, lekin vaqt qaytmaydi-ku aka. Mashinani sochib yana boshdan yig'ish kerak. Unaqa u hech kim bilmasligi uchun. Lekin detalli volleybol o'sha narsa-ku aka, hamma biladigan narsa. 10 minglik soat tiqib qo'ydilar mana 10 mingdan oshuvdi, 10 ming dollardan oshuv soat turibdi. Soatda o'zi 10 ming dollar turibdi aka. Mashina soatda o'zi. Soatda o'zi. 07 ga soatda o'zi 10 ming dollar. Bu mashinani hozir paytda bozorda nech pul o'zi 07 lar hozir? Siz narxini tushunasiz, bilasiz hozir. Endi qarang, mashinaning holatiga qarabdi. 2012 injektor motorli. Mana 5,5 mingga oldim. Vodiydan klientni o'zini olib borib, hamma mashinani ko'rsatyapman. O'ti unaqa, bu bunaqa, chunki ishlash kerak bu mashinada. 5,5 mingga mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. Vodiyga borib, o'zim olib keldim. 5,5 mingga olganimizdan keyin hozirgi kunda mashinaning narxi 9 minggacha turdi. Polni broni plyonka qildik, polni ходовой qildik. Olingandan keyin chisti o'zini komfortiga spatolali ziyozine bo'ldi, ularga necha pul ketishini siz ham bilasiz aka. Arzon narsa emas. Egasi aytdi, Buxorolik bolalar chiqdi mana yaqindagi kun 20 ming dollargacha bo'lsa standart mashina bo'lsa olaman, top bera olmadim. 20 ming. Nima mashina beradi 20 ming dollarga BYD deydi, aka? Yuanyap beradi aka. Yuanyap. Endi to'g'ri, misol uchun bu yerda 07 larni bunaqa pulga olib turib, u odam bilasiz, shu uydani boshqa, voyaga yetgandagi boshqa shunaqa. Shunaqa. Chunki hech kim oxirgani puliga 20 ming dollar 07 olmaydi. Bu narsani ham yaxshi bilamiz. Hozirgi kunda yana tavsiya, bu birinchi mashina qilib haydaladigan mashina emas. Ha, u shanba kunga. Shunaqa, o'zini anaqasini olish uchun-da. Qarang aka, sizdan mana shu bundan oldin ham gaplashib o'tirdik. Endi bu temani hozir ochmasligini, prosta bu narsa nima uchun sizdan bu narsani hozir so'rayapman. O'sha o'tirganimda Ahmed Mirziyoyev telefonda narsa yozib o'tirdim. Siz bilan gaplashib, siz ozgincha suhbatingizni olib, sizga nima savollarni berishni shu ozgincha bitta savolni o'sha o'zida sal o'yladim. Bu ko'pchiligi aytsangiz yaxshi bo'lardi. Endi bu narsa videoni qo'ymaymiz, prosta men bilaman, prosta o'sha mashina bor edi, boy kopeyka, o'zingiz ko'rsatgan kopeyka. O'zingiz yaqin tanishingiz, o'zingiz yaqin og'ayningiz, baribir hammamiz Allohdan kelgunchimiz va Allohga ketgunchimiz bor. Shunaqa aka. Lekin sabab o'sha mashina bo'lib qoldi. Sababchi o'sha mashina bo'lib qoldi. Sababchi o'zi bitta 01 da ichib haydab kelayotgan odam bo'lgan, lekin orqalaridan kelib baribir bular kakta o'zlari ham sabab bo'lgan, kattaroq skorosti bo'lganlar, to'xtamay qolganlar, avariya bo'lganlar va avariyadan keyin halok etganlar. Ya'ni yonlarida o'tirgan odam ham joylarida, keyin undan keyin o'zlari ham ketdilar. Shunaqa aka. Alloh o'sha kunga nima desa bo'ladi, ajallarini yozgan ekan. Yoshlarga nima tavsiya berasiz? Chunki ko'pchiliklar hozir paytda oladi, 07 poletni ko'p o'zim misol shunaqa, mana kechaga o'zingiz aytib berdim-ku mana. Kecha yosh bola kelyapti. Sotiladigan mashina. Men o'zim qo'rqib qoldim to'g'risi. Yaqin og'aynim oldin masalan shuncha anaqalar shu mashinada avariyalar bo'lardi, unaqa olmas edim-da, chunki o'zini xatosi, o'zini anaqasi deb bilardim. Men og'aynim ketib qolgandan keyin men ham to'g'risi o'ylanib qoldim-da. Unaqa hamma qo'pol qilib aytganda, ana eplay oladigan narsa, hammaning o'zini skorosi bor. Boya gaplashdik-ku aka. Kimdir 100 da qo'rqadi, kimdir 50 da yuradi, kimdir 200 da yuradi. Baribir yoshlar, hozirgi yoshlar ko'ryapsiz ekan,
Gentrani ham olib chiqadi, Cobalt'ni ham o'zim u narsani siz ham yaxshi bilasiz, men ham yaxshi bilaman. U mashina tortmaydi aka. Yo'q, aka. Mashinalar u mashina o'zi Gentra bor aka. U mashinalar buning uchun yaratilinmagan. u chisti ish bitirishga aka. Ha, ish bitirishga, lekin olishyapti, tupa gazni bosadi, yo o'lib ketadi, yo bu kimga Zarar yetkazadi. Bu kimga zarar yetkazyapti. Shunaqa yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz aka? Men maslahatim iloji boricha qoidani buzmay yurish ikkinchi masala o'zini biladigan narsasiga qo'pol qilib aytganda Qashqadaryodan kelishdi, turbina motor yurganman, orqa привод lasettim bo'lgan, unim bo'lgan. Qo'li mana shunaqa qaltirab tushyapti. Unga mashina sotib bo'ladimi aka? Unga mashina sotib ham bo'lmaydi. Unaqa odam unaqa mashinada ham yurishi yurmang. U boshqa narsa-da. Men bu Devo bilan stage qildim, boshqa narsa. Bu katta apparat boshqa narsa. Hozirgi mana shu BYD'ni ham uchinchasi eplolmaydi aka. Ha, u hissesini, u narsani men даже ko'pincha mashina tursam, sotuvga bu kim olmoqchi bo'lsa, men aytaman-da, yoshroq bola olmoqchi bo'lsa, ota-onasi bilan kelsa aytaman, mashinani olmayman deyman. Boshqa mashinaga qarab ko'ring. Chunki Постепенно chiqqani yaxshi deb o'ylayman. Ha, min безопасность bo'lsa, min nimadir bo'lsa, u yerda bar pilot degan narsa bor, boy gaplashgan pilot bor. Shunaqa aka, mana shu ko'p даже trekker ham pravasi yo'q bola haydab chiqqan, bir videosini ko'rgan bo'lsangiz, Damas gurilgan og'ayni tushib ketgan, o'lib ketgan. Shunaqa yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz aka? Chunki baribir o'zingga ravo ko'rgan narsani birovga ham ravo ko'rsang, o'shanda yaxshi inson bo'ladi. Qizig'i o'zini mashinasi ham emas-da, u kimnidir mashinasini yo'q qilib yuboryapti-da. Shunaqa. Vaqti bilan hamma narsaga erishgan ma'qul deb bilaman-da. Boshidan siz bunaqa turbinali mashinalarni sirazi o'tirib olmaganmiz biz ham, Ha, okay? yo'q. Sirazi bo'lmagan hech narsa. Mana shunaqa. Niva motor, o'zini motorini qiynab ko'rdik, Niva motorini qiynab ko'rdik. Priorani standarti o'sha boshqa narsa. O'sha bu oxirgi yo'l narsa ekanda, lekin tezlik aka. Hozir mana 350 ot kuchi asfaltda, ощущение boshqa, kvoter boshqa, lekin yana pastroq narsa xohlaysizda, o'sha 2 kunda zerikasiz-da u narsalar. Shunaqa. Takже misol uchun men sizni yaxshi bilaman, sizni ham o'sha mashinangizni haydab yuradigan hammani yaxshi bilaman aka. Shahar ichida sekin yurasizlar-da aka. Shahar ichida. Shahar ichida eplab bo'lmayapti-da bu mashinani. Yo yog'li, yo yog'li. Men o'rtog'im bilan yiqqanman, qizig'i bu mashinani bilasiz. U shahar ichida ham bosib yura oladi. Ammo buni prashibga qilganimda to'rga tiqib qo'yib ham spokойно yurishni ham mo'ljallab qildim-u, lekin baribir zaduf katta-da aka. Ha, zaduf katta, baribir chunki 1 kilo 900 aka, u yaxshi ot kuchi. Shunaqa. Uni vesi bilan, vesi 1 tonnami? 1 tonnadan. Yo'q, 900 qanchadir. Bu 1 tonna-da. 1 tonnaga bu 350 kilo bo'lsa, har bir kilosiga nechta kilo, nechta ot kuchidan to'g'ri. Endi qarang, yaqinda bo'lgan narsa. Mana Qumaroni bilasiz? O'sha yerda bitta mashina bilan yonma-yon bo'lib qoldik. Asab bizib mashpatok orasidan kelyapti. Yonma-yon bo'lib qoldik, adam yonimdalar. Mashinada Cobalt orqada. Endi yonma-yon kelyapmiz ertalab ishga. Xo'lroq havoda, короче, namloq, ertalab vaqtli. Endi qichituvdi, adam oldilarida, endi yonlarida ham bemalol yuraveraman. Biladilar shunaqa mashinalar haydashimni. Endi berdim, xo'lligini hisobiga 2 ga aytib yo'llar o'rtasida mashinaga aylandi-da mashina. Ha, aylanadi aka. Patok orasida. Tushundingizmi? O'zimni oyog'im qaltirab qoldi. Matiska yotdi-da, aka zo'r bo'ldi, zo'r aylanib ketdi, zo'r eplab oldi. Zo'r eplab oldingiz. U yerda eplab olishda ham, aka u yerda qancha tomon bo'ldi odam. Qo'pol qilib aytganda, patok bu joyga kirib ketsangiz eng yomon narsa-da bu. Oldingi sizda bo'lsa, oldingi bu 2 yilcha bo'ldi, oldingi undan oldingi shekilli. Yo'q. Jigulini bir qurib yurdim-ku men yana qaytadan. 2 yil bo'ldi aka unga. 2 yil bo'ldimi? Shu blokirovkaga qo'yib berdilar-ku, Husan aka blokirovkaga qo'yib berdilar-da. Sergelida korzinka bor, mashina bozoriga ketmasdan. Pоворot qilishga, razворот qilishga turibman. Orqamdan bitta Gentra signal chalyapti, yoqmayapti-da, o'sha yani bo'ladi-ku, jahlingiz. Jahlimga teyapti-da, keyin undan keyin birga bitta urdim, mana shu gazni bitta, даже u turbina emas, u atmosferniy. Shunaqa. Bitta gazni oxirigacha bosdim mashina, ishni qasdi qilib ketdi. Blokirovka yomon-da. Aka chiqib qo'ydim, mana shunday o'tiraman deb, boshdan chetga olib mana shunday o'tiraman deb, chiqib qo'ydim aka, ishonasizmi? Ko'zim oldin urib o'tib ketib qoldi aka, chunki bir odam mashinaga kelyapti-da. Aka qo'rqib ketdim men. Hozir siz buni aytdingiz, men o'sha paytda hisli bo'ladi-ku.
keyin o'shandan keyin bildim bu onlikni ani bu jinni yo'qotish kerak dedimda. Chunki baribir даже unaqa ko'p kuch bo'lmasa ham aka o'shani o'zi meni qo'rqitib qo'ydi. Hozir endi men primer tasavvur qilolmay sizda nima bo'ldi turbinada. Qo'rqinchli narsa bo'ldi. Turbina chunki turba yamadan bitta zadov kirib qolsa Katta-da, qo'rqitib yuboradi. Aka qo'rqitib yuboradi. u juda qo'rqitib yuboradi. Shu atmosferning o'zi meni qo'rqitib yubordi. Aka men shu power razворотga turdim. Bitta gazni bosam, qilyapti, mana shuni aylanib beryapti-da. Ya'ni gidravlika yo'q, aka, men hamma qilib olmanda, chuvasini tasavvur qiling, hamma qilsa nimadir qilaman. U yerda moshina kelyapti, ani chakmak kelyapti, men chiqib qo'ydim. Aka, voy, Allohning o'zi qutqardi, aka, men shu bir amallab to'g'irlab oldim moshinani, to'g'ri. Mana shunday bo'ldim, keyin undan keyin gazni bosam, bir amallab to'g'irlab ketdim. 5 metr turib chetga olib, sekin o'tirman. Oyoqlarim qaltiryapti. Lekin u sal boshqa anaqadan sotib qilish kerak. Hozir eslolmay kulgim kelyapti, lekin qo'rqinchli. O'sha payt joyida qo'rq. Ha, men qulomiy chiqqan kunim bo'ldi. Stenddan mashina chiqqan. Proshpiga ko'chaga tekshirgan chiqib ketamiz Jamol akam bilan. Ehtiyot bo'l, tormoz birinchi orqasi tushyaptilar. Turbina apparat. 270 ta otkichi kod stendda ko'rsatib turibdi, endi faraska boshqa mashina. Yangi yig'ilgan mashinada na hadavoyi bor, tekshirilgan, na faqat motor tekshirilyapti-da u yerda. Banfer, nomer pul hech balo yo'q. Ehtiyot bo'l, birinchi orqa tormoz shot. Endi u mashina qanaqa bosasiz, aka? Ha, yurdi. Yo'qqa uni. Ha, ichga tiqib bor busti bo'lganda mashina o'sha yonmachasi ketayotganini sezganimdan keyin o'sha uyga kelib ham yurak dukkullaydi. Uxlolmadim o'sha kuni. O'sha rostagasin bir ancha bo'lmagan, anchadan beri bo'lmagan adrenalin o'shanda oldim. Emotsiya. Shunaqa qilib, agar qarang Jiguli qurayotgan bo'lsangiz yo yoshroq bola bo'lsangiz, Jiguli olmoqchi bo'lsangiz, boshida sarvar ketgandan keyin mana shu pastdan, ya'ni zinani sakrab chiqish kerak emas. Zinani bitta qadam bosib chiqing. Chunki bu siz o'zingizga ham yaxshi, oilangizga ham yaxshi, atrof muhitga ham yaxshi. Chunki siz o'zingizga zarar tegmasa ham, iloji bo'lsa qiziqmagan ham ma'qul bu temaga. Ha, bu temani o'zini volklari bo'ladi. Shunaqa volklarni chaqirib, shu suhbatni o'zini eshitib qo'yib, qo'rqib qo'yganingiz yaxshi undan. Shunaqa. U narsaga qiziqmang. Qarang aka, men sizni birinchi Instagram profili zapchasi, to'g'ri? Zapchasi. Birinchi postingiz qanaqa bo'lgan? Postlar Instagramni o'zi yurg'izmas edim, faqat Telegramda edi. Chunki bizda aslida viloyatdan auditoriya. Instagramni ko'pini megabaytda oldin, endi 4 yil 5 yil oldingi akkauntda endi bu. Karantindan ham oldin. Bitta video qo'ydim, elektrousilitel rulni yengillashtirish. Bitta akam bor, Sanjar aka, mashinalarni noldan yig'ib berganman. Instagramga sababchi bo'lib o'sha odam aytgan, yurg'izishi. O'sha odam aytmay, ya'ni o'sha odam mashinasi sababchi bo'ldi. Bitta elektrousilitelli mashina qo'ydim, ertalab turibman, 1000 ta dona подписчик bor, 37 ming prosmotr. Qanaqa narsa u? Payt 37 ming. Oho, ancha. 1000 ta odamga endi aka, подписчик kelib yotibdi, men aytaman. Qara, ishlasa bo'lar ekan. Shu bilan bo'lib ketdi. Lekin birinchi postingizni islolmaysiz? Birinchi post faqat rasm bo'lgan aka. Qanaqa rasm bo'lgan? Shu tablolar, tarpetkalar, mana shunaqa narsalar. Unaqa strashniy video bo'lmagan-da. Nechinchi yil bo'lgan bu? 2019. Karantindan oldin. Karantinda qizig'i mana shu profil boqdi lekin aka. Karantinda boqdi. Qarang, men boya profilingizga kirib qaradim. 2020-yil birinchi postingiz turgan ekan. 06 ning tablosi ekan, mana rasmi ham turibdi. 2020-yil ekan. U keyin ikkinchi profilingiz Lada sotamiz. Lada sotamiz 1 yil bo'ldi aka. 2024-yil. 2024-yil boshida ochilgan. U yerda qanaqa videomi yo rasm nima bo'lgan birinchi? U yerda birinchi sotuv aslida bitta qora no'letdan rasmini qo'yganmiz. Sotuv bo'yicha qilganmiz, qanaqa bo'ladi deb ikkita akam o'zi ochib ber, 100 bo'lib ber, men yog'ini yurg'izaman dedi. Murod akam bilan Bobur akam ko'rayotgan bo'lsa, yurg'izamiz, o'zimiz yo'q dedilar. Xo'p dedim. Qarayman, profil o'syapti. Men yugurishim kerak yo'q-yo'qqa. Keyin akam aytdilar, o'zing yurg'iz, bo'ldi, biz qilmaymiz. Endi qarang aka, bitta 5 yil oldin boshlagan ekansiz, to'g'rimi? 5 yil oldingi sarvarga hozir nima degan bo'lardingiz? Voqliroq harakat qil degan bo'lardim. Voqliroq harakat. Yana ham opting, yana hozirgi kundagi hozirgi daraja 2023-yil bo'lishi mumkin edi, yo'q? Voqliroq harakat. Voqliroq. Ya'ni inson har bitta qilayotgan ishiga o'zi sababchi bo'lar ekan. Shunaqa aka. O'zi sababchi bo'lar ekan.
Prosta harakat mana bundan sizga bundan oldin YouTube'ga gapirdimmi, to'g'rimi? Siz hozir YouTube'da qanaqadir ikkilanishingiz mumkin, boshqa narsa qilishingiz mumkin. YouTube siz uchun hali ochilmagan Ochilmagan, to'g'ri. Ko'rsatdim-ku. Ochilmagan kitob. Lekin YouTube deb yozinglar, YouTube ochsa, proyekt juda qiziq proyektlar qo'yadi. Menga ham qiziq o'zimga, chunki bunaqa butun SNG davlat bo'yicha bitta akademik hozirgi paytda. Tushunaman. Lekin Ko'rsatdingiz. Xudo xolasa inshaalloh siz akademikdan yaxshi qilasiz degan umiddaman. Bu narsaga men ishonaman. Xudo xolasa. Mana shu biratdan podдержка qilinglar, ochadilar, keyin undan keyin так bizga mashinalarni obzorga beradilar, biz ko'rsatib beramiz sizlarga. Xudo xolasa. Prosta Instagramni bir paytlar siz shunaqa deb o'ylagansiz, bo'larmikin, bo'lmasmikin degan mana hozir xuddi shu gapni o'zingiz aytdingiz. Shunaqa. To'g'rimi? Ikkita akam aytgan, ochganmiz bo'larmikin, bo'lmasmikin. Lekin 20-yilda ochib turib 2025-yilgacha 100 mingta podписчик yig'gansiz. Shunaqa. И также Lada sotamiz deb 24-yil ochib, hozirgi kungacha 100 mingtadan ko'p podписчик. 5 mingta bo'ldi. Ikkalasi bir xil почти-da mana. Shunaqa, ikkalasi bir xil ketyapti, to'g'rimi? Endi qanaqa YouTube qila olishingizga o'zingizga samimiyat saqlash aka. Qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Men prosta bu narsani savolni berganim sababi sizni ko'rayotgan yoshlar bo'lishi mumkin. Faqatgina blogging sohasida emas aka bu. Blogging sohasi yo misol uchun bu narsa sohasida emas. O'shaning uchun aytdim, bundan 5 yil oldingi Sarvarga nima degan maslahat bergan bo'lardingiz. O'sha qilayotgan ishini qilganmi yo boshqa ish qilganmi? O'shaning uchun sizdan shu narsani so'radim. Yo'q. Hamma biladigan ishini qilgan ma'qul-da. Chunki siz bu biladigan ishingizda o'sha prosta har bitta insonda eng katta narsa ikkilanish degan narsa bo'ladi aka. Mana aytaman, ikkilanish bo'ldi. Bitta qarasam nimadir mehr berib, nimadir qo'ysangiz sразу kelyapti-da. Kelyapti. Bakugacha ham borib keldim-da, aka, mana shu profilga. Ha, bilaman. Jigulida Priora motor, vallari bor. Sakson nomerli kopeykalar bor. Kam mashinasi. O'shanda borib keldik-da. Akalarim mana aytdi, sponsorlar bo'ldi. Polni hamma xarajat, hamma anaqani ko'tarishdi. Bakuga borib keldik-da. Aka, yaqin joy emas-da. 9000 kilometr. 9000 kilometr. Viza kerakmi yoqqa? Yo'q. Viza kerak bo'lsa Bakuga Zagran pasportda o'zi. Gruziya bo'lsa bo'ldi, Gruziyaga to'g'rimi, Gruziyaga. Tak bir aylanishga bilan borib ko'rish kerak ekan, lekin bor aylanishga boramiz. Xudo xohlasa. Sal kunlisidan kunlisigandan keyin. Sovda bormaydi, yo'q. Siz sovda bormaydi. Vaqtgan sovuq aka. Sovda yo'l azobiga o'raladi. Bizda qor yog'mas ekanda, aka, Rossiyani qorini oldida. Ha. Bizda qor yo'q ekan. Bizda qor yo'q ekan. Qish yo'q ekan, qish yo'q ekan bizda. -18-20 ni rostlagasini ko'rdim-da, aka. Shunga yana bir bor aytamiz, agar siz bu narsani boshlayotgan bo'lsangiz, hozirdan boshlang, chunki ertangi kech bo'lishi mumkin. Sizdan boshqa odam qilib qo'yishi mumkin. Men siz o'ylagan proyektni kimdir boshqasi qilib qo'ysa, xuddi shunaqa. Men o'ylab yurgan narsa edi degan narsa u вообще chunki to'g'ri, boyam sizga aytdim aka, qiling, qilmasangiz boshqa kim boshlab qo'yishi mumkin shu narsani. Shuning uchun qilganingizni tarafdoriman, chunki men YouTube'da o'zini ishini biladigan inson qilsa, men xursand bo'laman, chapechalaman. Misol uchun qilib aytganda, даже ochiq qilib aytaman, o'sha YouTube'da, Instagramda, qayerda bo'lsa ham, aka, mashinani tushunaman, avtoblogerman deydi-ku ko'pchilik. Avtobloger deb o'ylamayman-da, aka, men avtoblogingni, ya'ni mashinani tushunadigan odam gapirish kerak deb o'ylayman. Shunaqa hamma texnika tushunadigan, nimasi qayerda turishini biladigan odam gapirsa. Kapot ochib olib ham jinnisi deyisham aka. Shuning uchun ish hisob qilmaydi, aka. Bu men bu kim misol uchun ustidan kulish yo boshqa narsa emas, aka. Hamma biladigan misol yoki odam aytish kerak-da, tan olish kerak. Birinchi oynaga qarashga men kimman deyish kerak, aka. Kimman deyish kerak-da, keyin undan keyin o'ziga o'zi aytish kerak. Ha deydi, men просто reklamchik ekanman deydi. Yo men просто mashina sotish reklama qilishim kerak ekan deydi. Lekin men avtoblogerman deyish kerak emas. Men bu narsani nima uchun bu narsani yomon ko'raman? Chunki o'zini aldagan odam boshqani ham aldab qo'yadi-da. Chunki men 100% bilaman. Men misol uchun siz oldingizda o'tirib bu gapni gapirish emas, men 100% bilaman. Siz misol uchun o'sha million podписчики bor odam bilan chista mashina sferasida ilm bo'yicha o'tirsa, aka, mashina sferasida choyni ichirasiz ularni.
chunki bu narsani siz Pat bilasiz. opit ham o'tganda. Ha, u opit ham o'tganda siz bu yerda chiroyli gapni yo chiroyli kadrda emas, siz просто o'sha narsani his qila olasiz, o'sha narsa nimaligini bila olasiz, siz receiver nimaligini bila olasiz, aka siz power kollektor nimaligini bila olasiz, power kollektor nechta ot kuchi berishini bila olasiz, oddiy termolenta nimaga foyda berishini bila olasiz, aka termolentani olib turib mana bu latta deyishga kerak emas, aka bu narsani. Bu degani просто bizani ko'rayotgan chet davlatdan ko'rayotgan odam aytadi, deydi bu o'zbeklar hamma shunaqa chala soda chiqib olib Tushunmasdan ha 70-75 deb baqirib yurishdi-ku odamlarni. Mani sportsmen tanishlarim borda, aka sportsmen naturi sportchi bolalar, aka ubitsalar borda, o'shalar aytyapti, aka deyapti, uyaltiryapti deyapti-da. Omadini bersin deyapti. Просто odam chetdan qaragan odam o'ylaydi deyapti, что bizni hamma qashqadaryolik shunaqa deb o'ylaydi. Ha, hamma Qashqadaryolik borlar aytyapti-da, Qashqadaryo biz unaqa emas. Eng ko'p sportsmen Qashqadaryoda-da o'zi. Qashqadaryo, Surxondaryo, aka, men aytaman, Surxondaryo deb biratishgan bor, aka, ismi Ramazon, voshe ubitsa bola, aka. Bitsa bola, master sportga undan keyin nima deb bo'ladi, faqat sambodan emas, aka, samboda master sportasi bor. Hozirgi paytgacha действующий sportsmen-da u bola. 98-yil bola, siz tengi bola, lekin действующий sportsmen, u lekin u bitsa, aka, u bola. Nu ko'rsangiz, aka, unaqa bola deb o'ylang. To'g'ri, quloqli sinib ketgan, naushnik kirmaydi. Ya'ni o'zini biladi, ishini qiladi, faqat shu uy ish trenovka. Даже ishi ham shu trenovka bilan bog'liq-da uniki. Lekin u internetga chiqib, просто bu narsani aytayotganim sababi chunchi so'ysa qassob so'ysin degan. O'shanga sizga aytaman, aka, proyektni qila olasiz siz, qiling degan maqsadda sizga shuni aytdim-da, chunki har bitta ishchi, misol uchun mana Farhod bizani zakadrda o'tiribdi. Farhod o'zini ishini ustasida. Любой odam kelib turib, misol uchun telefon olib turib, men mobilografman yoki men operatorman deya olmaydi. Mana bundan oldin mana kadr bo'layotganda ko'rdingiz, aka, что o'zini ishini qila oladi, chunki bizga qanaqa o'tirib berishimiz kerak, o'sha video qiziq chiqish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa gaplarni gapirishimiz kerak. Bizga xod misol uchun litso bo'lsa ham, lekin bu yerda faqatgina litso ishlamaydi bu yerda. Katta mehnatni kadr ortidagi odam, misol uchun Farhod degan bola o'tiribdi kadr ortida, keyin undan keyin Amiriddin degan bola Amirchik o'tiribdi. Misol bu narsani nima uchun aytayapman? Chunki har bitta inson o'z sohasi mutaxassis bo'lsa, o'shanga men misol uchun boyim sizga ham aytdim o'shanga, aka, men sizga o'zimga ravo ko'rgan narsani ravo ko'ryapman, aka, shu narsani qiling. Mana proyekt menga emas ekan. Men sizga aytdim, aka, proyekt menga emas ekan. Men proyekt bitta qilib ko'rdim. Men sochim oqarib ketdi, unga sabr kerak, u narsani qilishni biladigan odam bo'lish kerak ekanda. O'shaning uchun sizga aytdim, aka, akademik bizda yo'q O'zbekistonda. Bizda misol uchun obzorchilar bor. Men obzorchi deb misol uchun o'zimga o'xshagan obzorchi deb men bitta choyning qopqog'ida bo'laman. Sherzga ham. Eng hurmat qiladiganim ham adabiy tilda yoradilar. Birinchi o'qib olib, hamma ma'lumotni olib, shunaqa aytib beradilar. Chunki billar 12larni ham yig'dik-ku biz. Men choyni qoqib shersga hurmat qilaman. Nima uchun hurmat qilaman? Chunki o'zini gapirayotgan narsasini iloji boricha kitobiy tilda. Kitobiy tilda to'liq informatsiyani yetkazishga harakat qiladi. Men obzorimda более такой kritika ko'proq, kritikaga keyin undan keyin bo'lib jaydari ko'cha tilida gapirib beraman. Men juda katta bo'lganim uchun men o'zligimni yo'qotgim kelmaydi. Shunaqa gapiraman-da. Shersga ham unaqaman. Shersga ham sal boshqacha adabiy. Lekin boshqa uzblogingda obzorchi yo'q ekan. Men sizlarga shu narsani aytaman, boshqasi misol uchun yo'q. Nima uchun deganda, to'g'ri, reklamщикlar bor, boshqa narsa ko'rsatib beradiganlar bor, tuningchilar bor. Tuning deganda ham endi tuning bizga kirib kelyapti. Tuning o'zi misol uchun siz bilasiz, что tuning deganda u mersul qo'yib qo'yish, mers deflektor qo'yib qo'yish u tuningga kirmaydi aka, u narsa. Tuning deganda mana bular hozirgi paytda tuning qilishyapti. Men o'sha bularni chaqirdim, chunki tuning qilishyapti. Tuningni o'zgartirish bu narsada. Siz misol uchun o'zgartiryapsiz. Salonni xuddi o'sha salonni boshqachasiga tiktirilyapti, boshqa narsa qilinyapti. O'zinikidan yasalyapti. Ha, lekin sizlar mersul qo'yib qo'yib, mers deflektor qo'yib qo'yib tuning qildi demayapsizlar-da. O'shaning uchun men sizni menga aytaman, menga именно men o'zimga sizni videolaringizni ko'rish qiziq. Nima uchun? Такой noyob mashinalarni ko'rsatasiz. И также noyob proyektlar bo'ladi-ku, qimmat proyektlarni, keyin undan keyin yaxshi yuradigan proyektlar, yaxshi yuradigan, вот именно yaxshi yuradigan proyektlar sizda chiqadi. Chunki boshqalarda men bilaman, ko'pchilik Qunduz bobo bo'lyapti. Bu sferada siz ham poygachilarimiz ko'p Qunduz bobo ekan, havodagi narsani, o'zi bilmaydigan narsani gapiradi. Aytadi 0 100 deydi, bir xil turadi. Standart Nexia'ni, Nexia'lar olishadi. Necha sekund turadi? 7 sekund turadi. Ya, 7. Standart, lekin u men shu gapingizga mashina olib kelishadi. Ko'pi kelisha olmaymiz, narx-navo tomonlama ham, qancha pul tiqib qo'yganman, rezultatini aytishadi mashinani. Aniqmi deyman. Yurg'izib bera olasizmi? Shu odam kelsa deyman. Men yaqinda ham qo'ydim, 07
sotilib ham ketdi u. 13.7 kvoteri 507.0 ekan. Yurg'izib bera olasizmi desam, данное время shu balon Toyo balonlarda turibdi. Shu balon shu holatiga чистый korchu, hech balosi yo'q aka. Shu balon shu holatiga yurg'izib beraman dedi. Shundan keyin olib usta-bolalarga ukam bor, prashibgacha o'zi prashibga qiladi. Nodirmi? Ha, Nodir. Ha, Nodirmi? Nodirchi. Nodir ukamga qilib, aka dedi, undan ham yaxshi yurg'izsa bo'ladi u mashinani. Pilotda o'zgarish bo'lsa, undan ham past yurg'izsa bo'ladi dedi. Bo'ldi ukam, gapingni tushundim, bo'l. Что men o'zimdan karillab yormaslik uchun, o'zimdan o'zim gapirib yormaslik uchun aytdi, ha, chichiqoq qo'pol qilib aytganda, yurmaydigan mashinani mana bunaqa deb sotibsan, ha, yuradi deb qo'yibsan deb masalan bo'ldi-da. Bo'ladi yo'q, gap. to'ppa-to'g'ri. И также Nodirga kelib to'xtaganda, Nodir ham o'zini ishning mutaxassisi. Shunaqa. Men tan beraman. Yosh bo'yicha, ish bo'yicha ham zo'r ketyapti uka. Men lekin Nodir mana o'zim narsani Nodirda qildirdim. Nexia kompyuteru, Nexia kompyuterda oka просто bitta ustaga olib bordim. Ani Vanisning motori ekan, Vanislarni to'g'rilab bu narsa qilib berdi. Nodir bilan shukr berdi. Oka hozir o'sha mashina misol uchun to'g'ri hammani urmayapti. Lekin oka 8 dan past 7 dan 7,5 tepa yuryapti-da. Zo'r deb rezultat aka, shahar ichiga. Ha, bu shahar ichiga 124 kuzovga oka bu zo'r oka. Siz yurg'izdingiz. Yo'q, men oka просто ani o'sha katta motorda yurmasdi. Kichkina motorda yurg'izdingiz. 2-3 kompressor pavuki o'zini ani standartni pavuki bor ekan, o'zini ani faqat eski kuzovda chiqqaniga o'shanaqalarni qo'yildi. Valli perkritsiyasini sal-pal o'zgartirdik. To'g'rishga perkritsiyani sal o'ynardim-da. Bu bekitiladigan narsa emas. Bu narsani tushunadi. Perkritsiya degan narsa bor, u valda qilinadi. Salvarga tushunadi. Bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Perkritsiya sal o'ynardim-da. Bo'ldi. И просто meni baxtim, mashina kompressorni motor bo'lgani uchun, и распредвал anaqa Vanisning motor bo'lganda oddiy 111 da 111 M111 motorda oddiyda podyom 9 bo'lsa, meniki 9,5 podyomli val chiqib qoldi, zavodskoy. Ya'ni o'sha anaqa plus. Ha, val kattaroq chiqib qoldi. За счет Vanis bo'lgani uchun, Vanisda sal o'ynab bo'ladi-ku, o'ynamasdan pitirlamasdan yuradi. Hozirgi paytda to'g'ri Vanis ishlamaydi, zavodda pitir ana esgan Nexialarda bo'lardi. Bizdan kichkina val tashab qo'ysa, o'sha kichkina val tashab qo'yganga o'xshaydi. O'shandan bilmayman, lekin o'sha motorist bola ham Umid degan yoshroq bola 98-yil juda golovasiy. Именно Mers BMW qilar ekan. Yanvar kompyuter tortadi, shunaqa narsalarni qilib yuradigan bola ekan. Aka, sizni vaqtingizni oldik, xudo xolasa, sizni kelganingizga kattakon rahmat. Rahmat chaqirganingizga. Ha, aka, siz bir minut to'xtab turasiz. Где вот этот подарки? Ты в конце дадим, хорошо? В конце, уже конец уже? Нет, это вы этот. На Инстаграм ты говоришь? Ты что, uснул что ли чуть-чуть? Sarvar aka, juda ham qiziq suhbat bo'ldi siz bilan. Bundan tashqari yana ancha gaplashib o'tirdik. Yo'q aka, bizning komanda shunaqa endi qiziq savollarni berishadi. Aka, rahmat kattakon kelganingiz uchun. Shunchalik vaqt ajratib keldingiz aka. Qimmatbaho vaqtingizga rozi bo'ling aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan shunchalik vaqt ajratib kelganingizga. Xudo xolasa bundan keyin o'sha aytgandek, endi Jigulilarizni obzor qilgan boramiz aka. Xudo xolasa YouTube kanal kutib qolamiz aka. YouTube kanal обязательно bo'lishi kerak. Xudo xolasa bo'ladi. Inshaalloh o'sha bo'lgandan keyin borib aka obzor qilamiz. Takже keyin YouTube kanalingizga alohida silkasini ham borlar uchun hamma uchun qoldirib ketamiz, katta proyekt xohlaganlar uchun. Bu aka sizga BYD Qibray tomonidan Seven Saber aka. Rahmat. Ichida qiziq narsalar bor. Ochib ham ko'rishingiz mumkin. Nimaligini bemalol sizga aka xudo xolasa shu ko'chada qolib ketganingizda xudo xolasa bitta korobka olsangiz aka, mana shu bizani eslab yurasiz. Ichida zontiklari ham bor. Xudo xolasa kelayotgancha sizga siqqina ko'filarni olib beradilar. Sekin ko'fingizni muzdek servislarda qolib ketsangiz, aka bu servis suv lekin bilasiz qanaqa. Husan aka oldiga borganda siqqina ko'fini olib borishingizga aka xudo xolasa. Sovg'amiz kichkina bo'lsa ham katta o'rinda ko'rib aka, xudo xolasa inshaalloh yana siz YouTube kanal ochganingizdan keyin keyingi yil yana xudo xolasa sizni chaqirib yana suhbat qilish bizga nasib qilsin aka, xudo xolasa. Nima deymiz aka? Rahmat kattakon, brata. Alloh rozi bo'lsin. Charchamang. Sog' bo'ling. Xudo xolasa Sarvar aka podдержка qilinglar, YouTube kanal ochinglar. Xudo xolasa. Yana bir bor aytamiz, BYD olmoqchi bo'lsangiz aka, mana o'yingiz ko'rdingiz, Qibray yaxshi joymi ekan? Zo'r joy aka. Zo'r. Juda ko'p, ya'ni nima desa bo'ladi, o'sha sizga mijozlarga plus tomoni bor. Komfort tomoni ko'p. Bu yerda kamerada gapirib bo'lmaydigan narsalar ham bor. Sarvar aka bozoriga ham tushuntirdim. Lekin kelsangiz, xudo xolasa afsuslanmaysiz, mashinangizni olib ketasiz va to'lov любой usuli bor.
biza bu narsa mana bunaqa to'lov qilaylik demaymiz, iloji boricha naqd pulga oling, naqd pulingiz bo'lmasa boshqachasiga ham iloji bo'lishi mumkin, kelib o'zidan so'rab ko'rishingiz kerak, lekin baribir naqd shundan olib naqd asar. ha naqd bo'ladi. Mujiki sog' bo'lamiz. Mujiklar qolmagan, normal mujiklar qolmagan deydi, lekin qo'pol qilib aytganda aka dalba yo'q-ku, mana qo'pol qilib aytaman. Chunki nima uchun aka qilayotgan videosida men bilmayman, postanovami aka misol uchun 50% dan yutqizgan puldan 50% dan senga beraman dedi. Yo'q, oyga 15 ming to'g'ri qiziqtiradi aka, lekin keyin javobi ham bor-da, Shunaqa aka. yo'q deganimdan keyin anaqaga olishgan. Oti nima? Dash Telegramda turibdi. Bitta YouTube'da bitta kadrimni olib turib, o'sha 1x metga tiqib yuborishgan. Tushasizmi? Keyin undan keyin nima qilasiz? Tushasiz, bu o'tdi. Qon to'kiladi aka, o'tdi. Shunaqa. Bo'lish shartmi? Yani u chiqib keta qolsin. Ясно. Знаешь, о чем? Друг, так чего, блядь? Весь свою жизнь пойду. Ishga На работу тебя надо, короче, мужик, всё, давай.